Assalamualaikum. Dünyanın her kaç yerlerde yaşayan muhterem vatandaşlar, hem Allah'ın salamı, rahmeti olsun. Hidayet ekranı hoş geldiniz. Muhterem kardeşler, bugün dağıtımlarga Kur'an'dan Nezer namlı programımızdaki 3. sahanını sunumuz. Bugünkü toğırlagan temimiz Peygamber aleyhissalatu vesselam hakkında hata düşünülen Kur'an'daki ayetlerge bir kol karab çıkımız. Karşı fikirler yoki savollarınız bolsa, biraz nimenin arkasıgarak toğırlap cevaplar tersak. Çünkü söz bölünse o'ttirliqda mazmun uqishmaslik ahvoli kelib chiqmaslik uchun shunday qilish biraz to'g'ri ko'rildi. Do'stlarga tavsiya qilib qo'ysanglar, qarindoshlar, hammadan birlikda bahramand bo'lsak degan umidimiz. Programımız hozir boshlandi. Selamünaleyküm, hoş geldin. Aleykümselam. Allah'a şükür, özlem dijimatullah. Yaxshi. Hamma qo'ylar. Haqiqatan bir millatga nisbatan o'qigan ahli ilmlarga nisbatan ko'ni gap bo'lmaydi, yangi gap bo'lmasmi, lekin avomga nisbatan haqiqatan favqulodda bir masala oldu. Çünkü hayatı bo'yicha e'tiqod qilib kelayotgan yoki amal qilib kelayotgan amal ibodatlarininki Qur'onga to'g'ri kelmaydigan haqiqiy bir xabar, albatta insonning yeyotgan gilitli tomoqni to'xtatib qo'ygan o'qisni qochirib o'tadigan bir ahvol. Mushu masalani tushungan qarindoshlarning bir turkum kunlari hozir qadar iztirob ichida jiddiy izlanayotganligi ma'lum. Ba'zilarininki dinning buzilib ketish ehtimolligi bilan kelgusidagi nurg'un insonlarning ezib ketish ehtimolligi bilan buningki mas'uliyatchiligiga bizlarning sababkor bo'lishimiz tufaylidan tatib qolish ehtimolligimiz bo'lgan azob oqibatlar bilan har xil aloqalar bo'layotgan qarindoshlarning hammasiga mishadiyan bir salom yo'llaymiz. Mujna ahvollarga albatta haqiqatni burundan tushunib yetib millatning qabul qilib bo'lolmaslik sababi tufaylidan o'zining tosh burallarga ranji mehnatlarga duchor bo'lib qolishini xohlamaydi. Beshinchi itiqib o'zilardan bo'lib, o'zini isloh qilib isini chiqarmay ketayotgan nurg'un qarindoshlarning ham yurak so'zlaridan, yuragidan xushalliqni ifodalagan, o'zining kimligini noma'lum shaklda qab qilish ehtimoli bilan, ya'ni shunday bir shart bilan aloqa qilib rahmat etayotganligimi eli ham Alloh ko'rib turibdi, bu realligimiz bo'ladi. Xo'sh, bugun biz ekranda ko'rib turayotganimizdek Muhammad sallallohu alayhi vasallam haqida xato tushunilayotgan oyatlar haqida bir to'xtalsak deb oldingi darsning oxirida buni qaror qilgan bo'ldik. Inshaalloh bugungi bu o'sha teminanki biz bundan keyin to'xtalmoqchi bo'lgan Qur'ondan nazar nomli programmamizningki Qur'on manbalik islomning haqiqatiningki yo'llanmashi insonlarimizning, xalqimizning haqiqatni tepishiga bir turtkilik rol o'ynashini Janob Allohdan so'raymiz. Men gapni shu to'xtatdim, ustoz sizlar qoldi. Marhamat. Oldindan Assalamu alaikum. Dünyada qarşı yerlerde hörmətli qarindaşlar, hammalarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Men uzundan birisi bu qancha yillardan birisi bu ekranga chiqmagan, chunki millat qabul bo'lamaydi deb. Keyin shu fidoyi qarindoshimiz bilan aralashib yurib degandek, telefonda aralashib va WhatsAppda aralashib yurib degandek shu chiqish to'g'ri qilib chiqdik hamda. Endi bu o'ng'ay ish emas. Bir millat yoki bir jamoat bir narsaga e'tiqod qilib, shu bizni jannatga apuradi, bizni nijotga apuradi deb shuni e'tiqod qilib kelgan narsalarni o'zgartirish endi undaq bek o'ng'ay narsa emas. Shuning uchun ash-sohada bular nimani to'g'ri tushunmayotgan Qur'onning ichidagi shu tushunmayotgan masalalarda biroz to'xtalishni muvofiq ko'rdik. Yana shu tushunmayotgan bir qism oyatlar bor bu yerda. Şu ayetler hakkında. Bu yerde Kur'an-ı Kerim'de cihiyat çıkıyordu. Ben bir kısmını aldım hem de hemen kısa bu yerde kelime uzak bu ayetler. Şundaki bir kısmını okusak zaten yeterli oldu dep oyladım. Kur'an-ı Kerim'de yani ötkende sizlerge ötken ayetlerin bir kısmını okuyayım bu yerde.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Bu ayetning xos so'ri ekanligini yozmabdi herhalde. Muştaq ayetdiki men müşabbet qilib qo'ydim, izlamabdim buni. Ammo Qur'ondagi oyat: Agar sizlar Allohni yaxshi ko'rsanglar, menga ergashinglar. Shu vaqtda Alloh sizlarni yaxshi ko'rdi va sizlarni gunohlaringizni kechirdi. Alloh taolo mehribon, kechirguchidir degan oyat endi. Bu oyatniki mazmuniga asosan şu udul tercümesiga asosan bu yerlik qarindoshlar payg'ambarga ergashish degan ma'noni tutib bu yerda payg'ambarga ergashish degan bir narsa mavjud deganni shunday o'zi tushunib kelgan. Yana bir oyatda Sura Nur'ning 54-oyatida قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم degan mush oyatning o'zidami Alloh va Allohning elchisiga itoat qilinglar degan mush jumlalardan Alloh itoat qilish bir masala, ikkinchisi payg'ambarga itoat qilish yana ayrim bir masala qatorida bunda tushunib kelgan ishlar tarixdan buyon yuz berib kelgan. Yani Sura Nisa'nın 59. ayetinde evet ya eyyühellezine amenu atiullaha ve atiur rasul ve ulul emri minkum. Degan ayetning o'zidami siz Allohga, Allohning elchisiga va ish egasiga sizlarning orangizdan chiqqan shu ishni bilgan odamlarga ergashinglar degan shu oyatning o'zidami payg'ambarga ergashish farz degan shu nimani göz qarashda hamda aşağıdan ağan. Ya Sura Nisa'niki men yuti'ir rasul faqat ata Allah ve men tevalla fema arsalnake aleyhim hafiza degan mush oyatning o'zidami kimki elchiga yani mush elchi degan Muhammad alayhisalomga ergashsa, itoat qilsa, Allohga itoat qilgan bo'ladi deganlikdan, yani payg'ambarga itoat qilish niki zarur ekanligini bu yerda şunun özüne aşındak düşünürlük hem de. Muşu düşüncelerindeki beşit nim var. Bunun özüne muşu hazır muşu suallarını yazgan qarindaşlarımızdaki havalısı yani bir qatim ben tapşırıma. Bu yerda buniki aldıda Sura Necm'deki 3. ayet bilen 7. ayeti aralıkta yani. Ana vaqtida 4, yani 1, 2, 3, 4, 5 ayet gene. 5 ayetin o'zida "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa vahyu yuha." degan bu oyatning o'zimi bu Muhammad alayhisalom o'ziniki xohishi bo'yicha nimani xohlasa shuni so'zlamaydi, faqat Alloh tushirgan vahiyni so'zlaydi degan bo'ladi. Endi Sura An'amniki 50-oyatida قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون degan mush oyatning o'zidami men faqat menga berilgan vahiyga ergashaman deydi payg'ambar alayhisalom. Yani Alloh taolo shunday deydiki, sen faqat Alloh taoloning menga kelgan vahiyga ergashma deb shunday deya boshqalar deydi. Qur'onda ikki narsa bilan o'zi payg'ambarni tanishtirdi. Birisi nabiy deydi, yana birisi rasul. Yoki bo'lmaydi rasul kelimesini keltirdi Qur'onda. Ama o adamın şahsiyeti yani Muhammed degan bundak yoki Musa, İsa degandek bundak bir kelimeni bundak nemi sözünü keltirmaydi Qur'onning o'zida. Bu nimani bildirdi desa Allohning elchisiga ergashinglar deganni bildirdi. U o'zining shaxsiyatiga, yani Muhammed alayhisalomning shaxsiy, yani shaxsiyatiga ergashinglar degan ma'noni nim qilmaydi u yerda. Undaq kelimani keltirmaydi Qur'oni Karimda. Hech bir yerda Qur'onda Muhammed'e ergashinglar yoki nabiyga ergashinglar degan bir oyat yo'q. Bu yer nima deydi desa, rasulga ergashinglar deydi. Rasulga ergashinglar degan oyatning o'zi nimani ifodalaydi desa,
İn ettebi'u illa ma yuha ileyye degan ayet aşı ayet asasen bu ayet aşını izahlaydı degan gap endi. Men vahiyga erişmedigen peygamberge vahiy kelgendikin o peygamber ne kıldı özünün elçiligini Resul degan elçi degan gap elçiligini icra kılıp atkan vaqtda o Resulga erişiş o ergeçkiçi bolgan insanlarga farz degan boldu endi. O nima degan boldu degan vaqtda u yer ameliyatda ergeçken narsa o Resul'niki vücudu ya o Resul'ün şahsiyeti emas o Resul'ga düşken ayet yani Allah Teala'nınki vahiysiga ergeç bu yerdeki narsa bunu ifadelaydi degan gap. Yuqorida biz o'qib o'tgan oyatning o'zimi men ata Resul faqat ata Allah degan oyatning o'zimi nimani bildirib desa kim elchiga ergashsa Allohga ergashgan bo'ldi deganning o'zidan u elchi nimaga ergashdi shu vaqtda degan vaqtda elchi Alloh taolo uni tushirgan vahiyga ergashdi degan. Allah'ın vahiysiga ergashgan kishiga ergashgan odam nimaga ergashgan bo'ldi? Vahiyga ergashgan bo'ldi. Vahiyga ergashgan odamchi Allohga yani vahiyga itoat qilgan odam Allohga itoat qilgan bo'ldi degan bo'ldi. Yani kimki elchiga itoat qilsa Allohga itoat qildi degan so'zning o'zi elchi nimaga itoat qildi u vaqtda deb o'zimizga shunday savolni qo'ysak, mana yuqorqi oyatdan chiqib turdi. In ettebi'u illa ma yuha ileyye. Men faqatla manga Alloh taolo tarafdan vahiy qilingan narsaga ergishmaydi dedi Peygamber Aleyhisselam. Peygamber o Allah ebergen nima vahiyga ergashgan bo'lsa, u Allah ebergen vahiyga ergashgan kishiga ergashgan odam ham Peygamberga ergashish vositasi bilan vahiyga ergashgan bo'ldi degan bo'ldi. Bu vahiyga ergashgan odam berib Allohga ergashgan bo'ldi. Shu kimki peygamberga itoat qilsa, kimga itoat qilgan bo'ldi? Allohga. Allah. Chunki o peygamber nimaga? Vahiyga ergashganligi uchun vahiyga ergashgan kishiga ergashgan odam ham berib peygamberniki vosita bilan u vahiyga ergashgan bo'ldi. Vahiy orqali Allohga itoat qilgan bo'ldi degan bo'ldi. Şunun için bu yerdeki hal kılanmayotgan narsa nima desa, Allohga ergishish ayrim bir narsa, payg'ambarga ergishish ayrim bir narsa deb bundaq tushunib olish bu xato degan gap. Payg'ambar nimaga ergishdi? Payg'ambar kimga itoat qildi desa, Allohniki vahiysiga itoat qildi. Demakki, payg'ambarga itoat qilgan odam Allohniki vahiysiga itoat qilgan bo'ladi. Allohning vahiysiga itoat qilgan odam Allohga itoat qilgan bo'ldi degan bo'ldi. Bu yerda mushu itoat masalasi kelgan vaqtda mushuni nihoyatda mujmallashtirib atgan bir masala bor. İslam dini degan nimadan iborat desa, Kitobulloh va sunnat Rasulullohdan iborat deydi. Qanday bir yerga borsak, İslam dini degan nima desa, Kitobulloh va sunnat Rasululloh deydi. Mushu o'zi hal bo'lmagan bir masala musulmonlar orasida. Shuning uchun sunnat Rasululloh degandikinlar Kitobulloh bir tarafda turdi, uning yanında yana bir yo'l paydo qilingan yana bir yo'l va payg'ambar paydo qilgan. Deb ashta tushundik. O sebepten Kitobulloh va sunnat Rasululloh birlashgan vaqtda islom to'liq bo'ladi. Bo'lmasa islom deganni nima? Kitobulloh bilan mukammal emas degan mandaq o'zi tushuncha kelib qoladi. Bu bundaq emas. Qur'oni Karimda Kitobulloh bor. Sunnat Rasululloh degan bir ibora yo'q. Sunnat Rasululloh degan bir ibora yo'q. Nima shu vaqtda desa, Sunnatulloh bor. Qur'oni Karimning o'zida nurg'u yer chiqadi. Siz Allohning kitobiga ergashinglar. Masalan, Qur'onning 5-la hudal lil muttaqin deganning o'zi xatolikni saqlamay to'g'ri yo'lda mangma degan odam bo'lsa, Allohning kitobi shu odam yetakchi bo'ldi. Shuni ergash degan gap hamda. Nurg'u yerda shundaq o'zi iboralar keladi. Ama sünnet Rasulullah degan bir kelime Qur'oni Karimning hech qanday bir yerida keçmaydi. Sünnet degan nima degan gap bu vaqtida deganda sünnet yo'l degan gap. Sünnet yo'l degan gap. Sünnet Rasulullah degan vaqtning o'zida payg'ambar tuzib qo'ygan bir yo'l degan ma'no chiqadi. Alloh taolo bir yo'l tuzgandan keyin payg'ambar uning yeniga
Meme peygamber olan ki mayk bir kiçik bir yoldan birini tuzip koyayım. Dep yol tuzgen bundak peygamber yok. Hiç kadar bir yerde. Yok. Ma o Sör Fatır'ındaki 43. ayetinin özde istikbaren fil erdi ve mekres seyyi'i ve la yahikul mekrus seyyi'u illa bi ehli fehel yanzurun illa sünnetel evvelin falan tecide li sünnetillahi tebdila ve lan tecide li sünnetillahi tehvila. Bu sünnet hakkında sünnetullah hakkında 3 ayet geldi. Yani bir Sure Ahzab'daki 26 62 kende 62. ayetinin özünde sünnetullahi fillezine halav min qablu ve la tecide li sünnetillahi tebdila degan boş ayetinin özünde aşını ifadelaydı. Bu neyim degen boldu degen vaqtida sünnetullah degende Allah Taala özünün Kur'an-ı Kerim arkalı yani ilahi kitaplar arkalı şu burun tatip Allah Taala tüzüp koygan yol andak özgermegen bunu hiç kadar özgürlük tapanmaysa diyen ayetniki özüm ilahi kitaplar Adem Aleyhisselam'a düşen kitapın ta ki Peygamber Aleyhisselam'a düşen kitap kılıçlık halal haram kılıç kınmaslık iş doğruluk degende şu işin hemmesi okşaş hiç kadar özgürlük kelgen yeri yok diyen gepemdi. Bu vakitte bu sünnet neyini bildirdiyse Allah Taala özündeki ilahi kitapları arkalı insanlığa gösterken yolun özünü bildirdi. Diyen gep. Yani Kur'an-ı Kerim bir kitap, Allah Taala düşürgen kitap, Kur'an-ı Kerim gösterken yol, Allah Taala kitap arkalı gösterken sünnet diyen gep. Yani yol diye sünnet diye yol diyen gep oldu. Kitap gösterken yol. Peygamber neymiş kademem şu vakitte dese, peygamber aşı Allah Taala kitap arkalı gösterken yolda mangan kişi diyen gep. Bu nayet oңай нәрсе misal. Peygamber özü ma'u Allah Taala'nınki dağdam yolu çoğun yol. Men ma yeni bir çığır yolunu birini payda qilib qo'yay deb, yeni çığır yolunu birini payda qilib qo'ygan emas. O peygamber Allah Taala ko'rsatgan qanday bir yo'lni ko'rsatgan bo'lsa, shu yo'lni mangan, shu yo'lni ijro qilgan bir kishi xolos. Boshqa hech qanday bir nemisi yo'q. Agar endi peygamber öz o'ngchi boshqa, yana bir öz yo'l paydo qilib dinlik Kur'an'dan ibaret dinning sirtida boshqa bir narsalarning o'zini paydo qilish orqali ma azuqatni ozroq jiq qilay misol namoz o'qish, ro'za tutish o'xshash ibodat sohasida nurg'un narsalar bor. Allah Taala bir oylik ro'zni farz qilib qo'ysa to'xtab turib har hafta 2 ro'za tutish kerak yoki falon oyda ro'za tutishning o'zi andaq sunnat deb payg'ambar ijod qilgan yana bir dinning uyaga chaplab turib uni tulug'lagan kishi yo'q o'zicha andaq o'zi masalan namozning Allah Taala manchi rakat namoz o'qi debdi. Ham buni qo'shib manchi yana qo'shimcha o'qiyotay deb Xudoni qaz qilayotgandek mundaq o'zi o'qish, mundaq paydo qilish masalan payg'ambarga yangzab turib. Payg'ambarga o'zi payg'ambar ashuni qildi yoki qilindi deb turib, ashundaq o'zi o'tirib chiqarish orqali shundaq sunnatlarni, mundaq yo'llarni paydo qilish. Agar payg'ambar alayhissalom Allah Taala buyurgan yo'lning sirtida bir atal yol paydo qilgan bo'lsa yoki dinga ma tazbek to'liqib ketmay qolibdi, men azroq qo'shib qo'yay deb, shunday o'zi qo'shib qo'ygan bo'lsa, Alloh taolo uni qanday qiladi masalan? Degan vaqtning o'zida sura o'zi La uqsimu surasiga, La uqsimu surasiniki La uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli şair qalilan ma tu'minun wa la biqawli kahin qalilan ma tazakkarun tanzilun min rabbil alamin wa law taqawwala alayna ba'd al aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqatana minhu al watin fema minkum min ahadin anhu hacizin. Muş ayetinin özü ne dedi Allah Taala dese bu Kur'an-ı Kerim biz evetken elçiniki sözü bu. Yani Allah Taala bir periştini peygamberge evetiş arkalı o peygamber keltügen o peygamber şu elçi nemin diyen bolsa şunu tekrarlaş arkalı onu
nim qilib kitob altida yozgan bundaq bir so'z deyotdi. Va ma huwa biqawli shoir. O shoirning so'zi emas. Deb kelib oxirisi nima deydi desa, u butun olamlarning Rabbi tarafidan tushirilgan bir so'z o, Qur'oni Karim. Agar o payg'ambar o'zi dinniki sirtida Alloh taolo tushirgan kitobniki sirtida bir narsalarning o'zini paydo qilib qilgan bo'lsa, valau taqavvala alayna ba'dal aqawil deganning o'zi, ya'ni ba'zi so'zlarning o'zini to'qib chiqargan bo'lsa, din sohasida. Qanday qiladi Alloh taolo desa, la akhazna minhu bil yamin. Bunu biz qattiq o'z qudratimiz bilan jazolagan bo'lardik. Qanday jazolaydi Alloh taolo desa, summa laqatana minhu al-watin. Uni geren to'mirini uzib atgan bo'lardik. Payg'ambar alayhisalom vafot bo'lgan chog'da geren tomiri uzilib ketib o'lganmi yoki normal holatda o'lganmi? Normal ajillar. Normal holatda o'lib ketdi payg'ambar alayhisalom. Normal holatda o'lib ketgani qargan vaqtida payg'ambar alayhisalom Alloh taoloniki dini haqida qo'shimcha qilgan hech qanday bir narsa bo'lmadi degan gap. Alloh taolo nemini degan bo'lsa, shuni dedi, nemini qil degan bo'lsa, shuni qildi, nemini qilma degan bo'lsa, shuni qilmadi. Ya'ni yana o'zi payg'ambarlarniki, payg'ambar alayhisalom qo'shilgan holatda bütün payg'ambarlarga Alloh taolo bir nemining o'zini, ya'ni bir guvohlik qo'shish bir so'zni deyotdi. Sura Ali Imronning 79-oyat ekan. Ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allohul kitaba vel hikmata ven nubuwata summa yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna al-kitaba ve bima kuntum tadrusun degan mush oyatning o'zi nima deydi desa, Alloh taolo kitobni, hikmatni, payg'ambarlikni bergan bir kishi, ya'ni bir kishiga Alloh taolo hikmatli kitobni berish orqali uni payg'ambar qilganda, payg'ambar qilgan, payg'ambarlik vazifasini bergan bir kishining o'zi insonlarga nima deb baxmadi? Kunu ibadalli. Menga itoat qiling deb baxmadi. Hech bir yerda. Nima dedi? Kunu ibadalli min dunillah. Allah'ın tashlab qo'yib, menga itoat qiling deb baxmadi. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna al-kitaba ve bima kuntum tadrusun. Lekin sizlar Tangrichi bo'linglar. Xudo qo'y bo'linglar. Ya'ni Xudoga itoat qildigan, Xudoniki degan so'ziga itoat qilish orqali Xudoga itoat qildigan. Bu qanday bo'ladi degan vaqtda bima kuntum tuallimuna al-kitaba. Sizlar kitobni o'rganisizlar va uni dars qilasizlar. Ashning o'zini dars qilib, o'zingni o'rganib, shundan o'z o'rganligini qarta Xudo qo'y bo'linglar. Ya'ni Xudoga itoat qildigan bo'linglar deb ashunday dedi bütün payg'ambarlar deydi Alloh taolo. Payg'ambar alayhisalom mushning ichida hech bir zaman payg'ambar alayhisalom ya kitobni ayrı qo'yib qo'y, bo'ldi, mening mayli sunnat degan bir yo'lim bor. Ma'noga sizlar yo'l, ma'noga itoat qilinglar degan bir so'zni qilib boqqan emas degan gap. Kimki menga ergashsa Allohga ergashgan bo'ladi degan deydi. Bu hadismi yoki oyat tashla dedi bu? Oyat. Ha. Men yuti'ir rasule faqat ata Allah. Bu yerda rasulga ergashsa, menga ergashsa emas, ya'ni oyatda rasulga ergashsa degan rasuldan iborat nimani bildirsa, rasulning aslida u elchi va elchi kelgan nima? Risolat. Ha. Risolat nima shu vaqtda? Qur'on. Ha. Ya'ni Qur'onga ergashgan kishi, ya'ni payg'ambar Qur'onni tabliq qilyapti, Qur'onni yetkazyapti, Qur'on orqali insonlarni idora qilyapti, shunaqmi yoki? Xo'sh. Endi u odam u payg'ambarga ergashmasa, u vaqt nima itoat qilmasa, nimaga itoat qilmagan bo'ldi? Allohga itoat qilmagan bo'ldi. Qur'onga itoat qilmagan bo'ldi. Allohga itoat qilmagan odam kimga itoat qilmagan bo'ldi shu vaqtda? Allohga itoat qilmagan bo'ldi. Men o'tganki darsda degan buning o'zini, masalan bir davlatning qonuni bo'lsa, ya'ni qonuni bor hozirgi vaqtda bir soqchi yo'lda charlayotdi, mashina haydab ketayotgan vaqtda soqchi shunday o'zi yo'l soqchisi bizni to'sgan vaqtda o soqchining o'zi bo'ysunmay o'tkazsak,
biz saqçıga boysunmagan bo'lamiz. Saqçıga boysunmaslik, saqçı davlatning qonunni ijro qilayotganligi uchun biz davlatning qonunni ijro nima boysunmagan bo'lamiz. Saqçıga boysunmaslikniki vasitasi bilan davlatning qonunni ijro nima boysunmagan bo'lamiz. Davlatning qonuniga boysunmaganlik nimani bildirdi desa, davlatga boysunmaganlikni bildirdi. Shundaqmi yoki? Xo'sh. Xuddi shunga o'xshash, payg'ambarga itoat qilmaganlik Allah'ın kitabına itaat qilmaganlikdan iborat bo'ladi. Allah'ın kitabına itaat qilmaganlik nimaga itaat qilmaganlik bo'ladi? Allah itaat qilmaganlik bo'ldi degan gap. Ama Mishel'de hem de hozirgi mush gap bo'yicha, mush mantiqa bo'yicha tushunsak, undaqda Peygamber Aleyhisselam'ın qilib o'tgan ish izlarini bo'ylab mingish degan gap chiqmamdi, mazmun chiqmamdi. Yani Boylab şu Peygamber Aleyhisselam hayat vaqtida bu yerda atiulloha va atiur rasul va ulul amri minkum degan bir oyatni o'tgan bir darsda bir so'zladik-ku. Xo'sh. Bunu da nemini bildirdi desa, Allah'a itaat qilinglar, Allah'ın elchisiga itaat qilinglar degan bo'ldi. Oxirgisi ve işniki yani işinin egisi bo'lgan işin egisine ham itaat qilinglar degan bo'ldi. Bundan maqsad nemini bildirdi desa, Peygamber hayat vaqtida Allah'ın kitabını icra qilayotgan vaqtida Peygamberge itaat qilinglar degan bo'ldi. Nima uchun degan vaqtda bütün peygamber mesela tarixda o'tgan shu Qur'oni Karimda zikr qilingan 25 peygamber hammasi Alloh taolo dinini ijro qilgan kishilar. O'xshamagan makan, o'xshamagan zaman, o'xshamagan sharoit ostida Allohning dinini ijro qilgan. Ularning ijroati o'xshamaydi. Mesela Musa alayhisalom voqealigini nima Qur'oni Karimda ko'rib chiqsak, Peygamber alayhisalomning zamondagi voqealikka o'xshamaydi. İbrahim alayhisalomning zamonidagi voqealikmi Peygamber Aleyhisselam'ın zamanındaki vakalık okşamaydı. Ama hemmisi Allah Teala'nın kitabını icra kılan. Hem ular ölüp ketkendan keyin degan vaqtda ular ölüp ketkendan keyin ularniki oqsin Peygamber mangan icra qilib mangan kitobni icra qilma deb o'tirib chiqqan insonlarga o keyingi kishilar uniga itoat qilgan misol. Bu demek ki ne oldu bu yerde ise peygamber itaat kılış, peygamber vazifesini tüketip ülüp ketkendik kimi kıyamet günü geçilik o peygamber kığa işinin özünse aynen kılırsa, şüphet kılırsa diyen bundak bir neyse çıkmaydı diyen gibi. Bu yer kep kaldıgan neyse ne mi o? Peygamber emez. Kep kaldıgan neyse Allah'ın kitabı. Mesela Peygamber Aleyhisselam vefat olan vakitte Hazreti Ebu Bekir bir ayalını kaşık gittik azrak bir Medine'ge neki azrak çitidarak bir yege Peygamber sallallahu vefat olganını anlap kelse Hazreti Ömer kılıçını yalınlaştırıp kim ki Muhammed öldürürse ben onun kallısını alayım dep tuğa vaxtida Ebu Bekir kelip nima deydi şu yerda Ömer'ge Ömer bo'ldi o'zini besib oldaydi olta deb aşağının özde men kana ya'budu Muhammeden fe inne Muhammeden qad mata ve men kana ya'budullaha fe innallaha hayyul la yamut deydi. Kimki peygamberge itaat qilgan bo'lsa, o peygamber ölüp ketdi tugidi. Ama kimki Allah'a itaat qilgan bo'lsa, Allah hayatdır, menge ölmeydi. Bu yer nimini bildirdi dese, peygamber ölüp ketdi, Allah o peygamber ölüp ketgandan keyin bizga qolib qolgan narsa, ma'u Allohning kitobi Qur'oni Karim qoldi degan. Bu bizga menge bo'ladi. Bo'lgandan keyin Allah Teala menge ölmeydi. Biz Qur'oni Karimga itoat qilgan muddatning ichida biz Allohga itoat qilgan bu ketilaveramiz. Ya'ni nima degan bo'ldi bo'lsa, Allohning payg'ambarimi mush kitobni ijro qilgan, u payg'ambar o'lib ketgandan keyin biz shu kitobni ijro qilmasak bo'ldi degan gap. Undan keyin nima deydi desa, "Va ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi rusul, afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum." Hemen yanqalib ala aqibayhi fele yedurrallahi şey'a ve seyecizillahu şakirin diyen ayetini okuyor neymi Ebu Bekir. Muhammed fakat bir elçi. Eğer o ölüp kesse ya öldürülse siz akanlık yeni olamsınız. Kim ki şunda kısa Allah Teala işkanda bir zarar veremeydi. Kim ki yani şükür kılıp Muhammed Aleyhisselam ölüp ketti onun ki nemizde keş turuvamasın.
yani ishni davom qilib Allohga itoat qilishni davom qilsa, Alloh taolo unda shukr qiluvchilarga yaxshi jazo berdi deb Qur'oni Karimda bunday bayon qilalik. Mening tayyorlik qilgan chalib qolganligining dardini tortyapman. Hozir masala kelayotgan so'zlayotgan oyatni ekranga urib, manda mangan bo'lsa, qarindoshlarimizningki nimasida takrorlik sodir bo'lmasdi. Ba'zan qarindoshlarning takror so'rayotdi, deyilayotgan deb turib, men takror so'rayotganlar. Balki vaqt kechmisi tufaylidan bo'layotganlar mumkin. Endi Peygamber Aleyhisselam nimeden tossa şunu da yeninglar degan sözde hozir Peygamber Aleyhisselam'ın namıdan bayan kılınan iş izleri, emel hareketleri bağ deb düşünüp oldu. Bayatın sizler kıskıç izah berdi. Kur'an ve hadis deb ikisini bir tartımız ekilip gepmişerden çıkıyordu degenden keldi. Ama nihayet addilaştırılgan bir cümle oldu. Mesela bugün Erdoğan Türkiye'nin başlığı oldu. Türkiye'nin Cumhur Reisi oldu. Erdoğan'ın buyrukları emniyette Türkiye'nin hakimiyetini temsil kılıyordu. Eğer Erdoğan hakimiyetinden ayrılırsa, xuddi Ahmet Davutoğlu dek, ya birisi dek, ya Mike Pompeo dek, ya ki Obama dek, anlaşıp kesse ona kelgen birisinin gibi bilen bana işte korkuldu. Şundan keyin bu dep düşünsek buldukin esasının düşündürüşlerden kalganda. Ondaqda fakat kim bolsun Kur'an yetekçi ulaş gerek. Kalgan işlerden hamısı Kur'an'ın qandaq icra kılınışını gösterip berdi deyildi. Şuna koy. Doğru. O peygamberin şahsiyeti fakat biz hoş bir adam. Kur'an-ı Kerim'de kul innema ana beşerun mislukum yuha ileyye ennema ilahukum ilahun vahid degan ayetler bunu ayet çıkıyor bak. Sen o insanlara de men sizga o'xshash bir adam. Fakat men o'xshamaydigan yerini nima desam Allohning vahiy keldi bana. Men Allohning payg'ambari, ama bu jismoniy jihatda hamma tarafdan men sizga o'xshayman degan gap. Başka bir ayetler var, başka peygamberler hakkında men o'zi başka insanlarga o'xshash o'lnima, baljaqqan bo'ldi, balzaga chiqma, misol, yeyma, ichma degandek-chi. Çünkü insan bo'lgandan keyin ashuni hammasini insonlar nima ish qildi shu bor degan gap. Ama fakat meni ergishadigan narsam Allohning kitobiga ergishma, Allohning kitobiga itoat qilma deganni bildirmoqchi bu yerdagi narsa. Buning uchun bu payg'ambarniki, jisminiki muhimligi emas, payg'ambar yetkazayotgan narsaniki muhimligini ko'rsatyapti bu yerda Alloh taolo. Payg'ambar baribir o'lib ketgan gap oyatning o'zi deyapmanmi? Va ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immat aw qutilan qalabtum degan oyatning o'zimi Muhammed bir elçi. Onundan burun nurgun elçiler ötken. Eğer Muhammed ölse, öldürülse, sizler öz akanlı yeni olaksızlar. Diğerinin özü, bu sizler Muhammed'e özü itaat kılıp kıvatamsızlar ya ki Allah'a itaat kıvatamsızlar diyen gibi. Eğer Allah'a itaat kılan olsanız Muhammed ölsün mü? İşkana fark etmeydi. Ne için? Çünkü Allah'ın kitabı kulundu bu. Bunu erişip gittiğiyle ve senle boldu diyen gibi. Biz hazır kadar emellerinin makbul buluş şartları iki, Allah'ın rızalık için buluş gerek, Peygamber Aleyhisselam köşerken yol boyucu buluş gerek diyen ölçemine dinin prensiplerden de düşünüp geldik de. Hazır sizlerden magepleri boyucu etken çağda Peygamber Aleyhisselam'ın körsetmeleri Kur'an'ın sırtıdaki körsetme emez bulamdı şartta. Kur'an'ın sırtıda peygamber bir nes körsetip bakkan emez. Mesela her qanday bir faaliyetin özünde, her qanday ibadet olsun, akide olsun, ya ki ahkamlar olsun, ya ki bir kısım prensipler olsun, peygamber muşunu qıptike degan bolsa, o Qur'onda bo'lmagan bolsa, o peygamberge böhtan çapılganlık. Başka hiç qanday narsa emas. Misal biz hazır haremga olsak, bizga baga vaqtda suyup baxmadik. Hamda shu ismimizda bo'lg'ashqa Mesela aş kartaşın söyledi hacı resmetini nurgun adamlar hazır ağacın hemimiz suyup aşağı öldü ağaçtan var misal. Kıstılı jürüp o biz bağa vaktim aş haremde
aş qara öýnüň özüni muştaq aş gulaşlap başlap quçaklap turup aldyky. Hemde bir näse ötüşilgan meke okmaýmyz hemde. Aýda özü quçaklap turup gedeki. O bir taşdan selingan bir öy halas. Hiç qanday başqa muşaýdyk öýünden hiç qanday ýa-ki taş os tagnyň muşaýdyk tagnyň teşinden hiç qanday farky ýok oniki. Bu ýerdeki biz uluglaýdygan näse nime bolsa Allah Taala aş öýge qarap, aş öý tarapy qarap namaz okuň diýen buyrugy bu ýerdeki ulug näse. Allah'ın buyruğu. O taş o hiç qanday oniki nime uluglygy bar. Hecres o söýseň nime Peygamber Aleyhisselam mındak özü istilam diýdi onu. Mındak nime qılıp belki aslını aşnaga şirtip onundaki aşını uçun süýüpdiki. Hazrat Umar onun özüne Peygamber Aleyhisselam seni söýmegen bolsa men söýmeýdim sen bir qartaşsyň hiç qanday ýaxşy ýamanlyk kelmeýdi depdiki dep aşlarda etdi. Aýda bir rawayat bar. Aýy süýüş üçin bir özü yol tepiş üçün ülüp ketken Peygamber Aleyhisselam'ı kıldı kılıp bu ülüp ketken Hazreti Umar'ın özünü sözültüp bu yerde onun bir ravayet tokup bir yalganın özüne andak bakan näse. Peygamber Aleyhisselam söýdi diýişip kalsa Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Aleyhisselam süýüşip karta bir ayet oluş gerek ya buyruk oluş gerek ya bir işaret oluş gerek. Kur'an-ı Kerim'de onu süýüş doğruluk hiç qanday işaret ayet buyruk ayet kılıp kalsın işaret mi yok? Bunun özünde İbrahim Aleyhisselam aş öýünü saga wagtda o qartaşynyň özüni aş Beni Qubays diýen aş Kabe'nin etrafyna ýakyn taglyke o uşak taglyny tertip takkan bir şäher eken o. Aşer Beni Qubays Ebu Qubays mı ya aşındaky özü aş tagnyky nimesinden ekegen taşlyke ola. Şu taşynyň içindeki bir tal qartaş hemdi. Kısa bunun özü cennetin Adem Aleyhisselam cennetin çıkan çağda onu ep çıkıptike, o vaqt appaq gelmiş, insanlar cinayetini ötküzüp vergendiki insanın cinayetini yüzü taatip edip qardap ketkenmiş. Ondakmış olan dünyada? Ne değil de. İnsanın aşağı vasıl kıyma, şunun için acıla, herem gavas anısının yeni tuğulgandek oldu deyip de taş şorap keten oşaydı cinayetin çoğu. Aşındak bir atay demdi. Demek muşuna okşaş, mesela şu Kur'an'ın özünü oturup çıkırıp dige vaxtda hazır biz tek beşilik gidiyatımız. Mesela itiqat kirilan bolsaq, itiqatның özünde nurgulluğan aşı Hudaga şerik boldugan aqida sahasida aşındaq näseler mevcut. Nima üçin biz Qur'anyň sirtiga çıkıp ketkendik aşdaq näseni kirip aldy. Mesela şafaat meselesi deymiz. Qur'anyň özünde hiç qanday bir ýerde şafaat kılsa diýen bir näse ýok. O şafaat haqqydaki aýatynyň özünimi aşındaq tolgap hata düşünüp misal Peygamber sahasidimi o peygamberinin özüge berilgen bir tallı möcüzü var. Peygamber Aleyhisselam berilgen bir tallı möcüzü var. O nima o Kur'an-ı Kerim. Kur'an'dan başka hiç qanday bir möcüz yok Peygamber Aleyhisselam berilgen. Birinci qatımda Allah Taala ve in kuntum fi raybin mimma nazalna ala abidina fa'tu bi suratin min mislihi ve du'u shuhadaakum min dunillahi in kuntum sadiqin diyen ayetni digen wagtyň özde yani bütün aşo karşı guruhdaki insanlar hemen topluşup Kur'an'ın içindeki bir tal ayetinin özünü keltirip etkenler diye vaqt hiç qas keltiramagandyk, matogandykin ikinci qatym onun mojiz keltiriş hajat qalmagan. O bir Peygamber Aleyhisselam Hudaylky hem de o Yamanbek nim qarady da bu. Peygamber Aleyhisselamny Peygamber Aleyhisselam nim taqı çıkıpken onda halky ayga şertse ay işkiga bölünüp yerimi ýäge düşüdi. Yerim aşağı qeyip qalydy. O ýäge düşse ay diýen kançylyk bir planet misaly. Ay diýen ma ýer şarynyň 4-nň 1-ine togry geldigan planet. Onuň yerimi düşse diýen gepniň özü yüzde özü aşy 8-nň 1 ma ýäge düşse diýen gep hemdi. Ana wagtda. 8-nň 1 ýäge düşse hazırky wagtda aşynyň özü bir deňizde bir ýäge düşýän bolsa bütün yer şar o nurgu ýany özü söýüp ketmemdi misaly. O heremde aşağı bir tağның aqsygy düşkenmiş yerimi. Tağның aqsygy düşse herem Kabe heremden öz turamdy şu wagtyň özde. Misal şunça ola ýogan näse aşağı düşse. O Peygamber Aleyhisselam'ın köksü yerilgan bu her birisige ayrım kelimiz bu meselege. Peygamber Aleyhisselam'ın köksü yerilgan o Peygamber Aleyhisselam bir uruşdan kiwatgan wagtda bir qaçynyň içine şunda qolyny tıkyp dursa buluk su çıkıp netjüz sahabalar o sudan içip, tögüller içip, kapaklarga özü kaçılıp algan, yani eşikten şüphet tuğan misal.
He. Fantaziyani de mesela peygamberini aşında halette hem de ne kılgan. Hatta ki Miraç de Peygamber Aleyhisselam Mekke'den çıkıp aşı bidemciler bir kaç sekund içinde desek oldu. Beytül Mukaddes'te hazır şu. Eksa aşı meşit verip onundaki eşek minipteki asmağa çıkıp 7. kat asmağa çıkıp da birincisi emez. Eşeğini minipteki asmağa çıkıp bidemci düşüp olgan aşında hikayeni to'qiydi. Mesela muşu narsaning hech birisi Qur'onda yo'q. İsa asmaga chiqib ketdi. Mesela İsa'nın ruhini Allah Taala asmaga chiqib ketdi desa, o ruhi chiqib ketgan bir Peygamber Aleyhisselam'daki o'zining jism berib chiqqan deb ani o'la tankash qilish uchun musobaqa selib chiqarib olgan narsalar misol. Ama shuning hammasi dinda islomda yo'q narsalar. O Peygamberning o'zini odatda Alloh Taolo sizlarga o'xshashli bir odam. Hiç qandaqsının artıq yeri yo'q, ya kam yeri yo'q, normal bir odam desa, uning o'zini Superman qilib qo'yadi. Dünyada hech bir insonga o'xshamaydigan bir holatda Xudoga o'xshash nurg'un shu narsani andaq o'zi ijod qila oladigan bir maxluq holatiga akib turib, e'tiqod qilib olgandan keyin Qur'ondagi mana payg'ambar mandaq kelmasmi desa, shu qabul qilolmaydigan gap. Nima uchun desa, normal bir odam ekanligini qabul qilsa, o insonlar o payg'ambarniki Qur'ondagi holatini qabul qila oladi. Uni kallasida necha ming yozib mo'jiza yaratgan bir inson holatida qabul qilgandan keyin bu inson o kallasiga Qur'onda uni tasvirlangandan keyin yo'q, Qur'ondagisi unday emas deb ishonmaydigan gap. Uning uchun bu yergi narsa nima bo'lsa, her narsa, ya'ni "Va ma tashauna illa yasha Allah" degan oyat var Qur'oni Karimda. Allah Taala Qur'oni Karimda sen mushunda holatda, ya'ni namoz o'qigancha mandaq o'qiysizlar. Ro'za tutganda mandaq qilasizlar. Misol, Allah'ın tuğunganca maşakil tuğunuyuzlar, peygamberin maşakil tuğunuyuzlar, periştinin maşakil tuğunuyuzlar deb Kur'an'da bayan kılgan şekilde tuğunumuğuçilik o adam Müslüman bulmayılan gibi. Müslüman bolaman degan insan Kur'an'ın sırtında başka bir kitap qarash arqali Müslüman bolamaydı. وما آتاكم الرسول فخذوه وما O alqi ve ma atakumur rasulu fakhuzuhu ve ma nahakum anhu fantahu degan oyatniki oldikayni qarab gaqsin ash evatga odamning o'zi u nimani bildirdi payg'ambar alayhissalom 9-yilisi nimaga haram nima hajga borgandan keyin hajli vadodan qaytadigan vaqtda Hunaynni urushi Hunaynda bir qism kofirlar tayyorlik qilib payg'ambar alayhissalomning o'zini yana shu vaqtdagi islom askarlari deydi, endi ashlarning o'zini yo'q qilish uchun tayyorlik qilayotganlik xabarini olgandan keyin payg'ambar alayhissalom shu yerda 10 ming odamni boshlab mangdi. Abu Sufyan shu vaqtda bo'ldi, menma qitlay deb 2 ming odamni oqsiz silib 12 ming askar shu Hunaynga keldi. Kelgandan keyin Hunaynda bir o'zi qalaymuqonchilik bo'lib, oxirdan yana kelib ularni mag'lub qildi. Qani qo'yam Yaman boy qabilalikka ular 4-5 ta qabila o qabildan nurg'ulgan o'zi g'animatlar tushdi. Tushgandan keyin ayda o g'animatniki nurg'un qismining o'zini muallif qilib deb payg'ambar alayhissalom shu Makkadan kelganlarga taqsim qilib berdi. Taqsim qilib bergan chaqda Madinaga kelgan sahobalar ansarlarning o'zi o yerda mana o'zining urug' tuqqanlarini ko'rib hammani berib etdi. Aqoq deb qo'tilgandan keyin andiki Alloh taolo oyatni tushirib payg'ambar nimani va shuni elinglar, payg'ambar nimadan to'sqan bo'lsa yeninglar deb oyatda g'animat to'g'riliqni qildi. Buning o'zi nima desa payg'ambar bergan narsa shu yerda g'animatni nimani bersin eling degan gap. Nimani bermagan bo'lsa uni o'zini olamiz demanglar degan gap bu. Ani oldiga qarab ana o'zini beshidan boshlab o'qisin uni. Kepligi o'tirib bitta oyatni julib eplikin ma'nim degan gap qanday gap bo'lib ketdi u? Yani Sure Haşr'niki 7-oyatga "Va ma atakumur rasulu fakhuzuhu va ma nahakum anhu fantahu" degan "Vattaqullaha innalloha shadidul iqab" degan oyat mana o'sha Sure Haşr'niki 7-oyat ekan. Bir hadisga aloqador savol so'rabdim. Men bu programninki sosyal medyaning inkaslarini üstüge chiqardigan qismida
xatolik ko'rilib, o'xshab olamadim. Şuna bana kelgen suallarını udul ekrana çıkaramaya kap kaldığımız arkadaşlar. Benim hatalikim. Hadis doğruluk bir doğruluk bir kişine izahat vereyim ben. Hoş. Hem de hadisdeki en çok iki türlük kimisi var. Birincisi hadisdeki asas kısmını yani Peygamber Aleyhisselam zamanında Peygamber Aleyhisselam qilgan şu cemiyette bo'lgan voqelikniki bizga keraklik. Biz onun ibret elish, ders chiqarish kerak yerlerini Allah Taala bevosita Peygamber Aleyhisselam'a vahiy qilish orqali yozdirib o'tgan Qur'onda bor. Bu Peygamber Aleyhisselam zamonida bo'lgan voqelikka munosabatli oyatlar Qur'oni Karimda menimcha bir qancha paraga yetish mumkin deb o'ylayman. 5-6 paraga yetish mumkin deb o'ylayman mencha. Agar ashuna yetmagan taqdirda eng az bo'lsa 3-4 paraga yetadi. Mesela İnna Fetehna suresindeki baş tarifi Peygamber Aleyhisselam'ın şu Mekka'da kılınan vaxtida düşürgen ayetler şu vaxtki jaryan qarta düşürülgen onundaki o Sure Bakara'niki ve minen nasi men yaqulu amanna billahi ve bil yevmil ahir ve ma hum bimu'minin degan ayetiga ahirdan başlap aşağıda 6 mı 7 mi ayet hemmesi şu Peygamber Aleyhisselam zamanındaki ağzı bir xil qalbi bir xil insanlar qarta düşürgen ayet. Onundaki Uhud uruşu, Bedir uruşu, Hunayn uruşu deyimiz. Mesela Ebu Leheb'nin vakaligi deyimiz, Peygamber Aleyhisselam ailesinin vakaligi deyimiz. Münafıklar hakkındaki vakalik, Mekke müşrikleri, Yahudiler meseleleri hakkında Kur'an-ı Kerim nayet keng taşa toxtalgan. Bu hemmesi Peygamber Aleyhisselam'ın zamanındaki Mekke müşriklerindeki ve Peygamber Aleyhisselam'ın zamanındaki Medine'deki Yahudiler hakkında düşen ayetler. Bu ne oldu diye vaxtda Peygamber Aleyhisselam'ın zamanındaki bo'lgan hadiselerini bildirdi bu. Bizge biz ibret elishga tegishlik bo'lgan hadiseler Kur'an-ı Kerim'ge Peygamber Aleyhisselam'ın zamanında vahiy qilinish orqali yozdirib o'tilgan. Bunun özü Peygamber Aleyhisselam'ın zamanında bo'lgan hadis kısmı bu Kur'an-ı Kerim'deki. Bunun burun mesela İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, aşı Adem Aleyhisselam da cin şeytan olsaydı hepsi bo'lgan vaqalik çoğdisa şular hakkındaki hadisler. Kur'an-ı Kerim'de bunun özünde hadis deydi. Mesela helataki hadisi Musa degenin özü Musa hakkındaki Musa'nın zamanındaki hadisler hakkında sana haber geldi mi degen gap. Misal. Helataki hadisi dayfi İbrahim degenin özü sana İbrahim'deki mimarları hakkındaki vakalikini tasvirleyken şunda bir haber geldi mi degen mananı bildirdi. Ben muştun hemmesi nima dese şu zamandaki hadiselerini Allah Teala vahiy qilish orqali Peygamber Aleyhisselam'a yetkizgen hem de Peygamber Aleyhisselam'ın zamanındaki bo'lgan vaqalik hadiselerini noqtuluq insanlar ibret elish tegishlik, ders tegishlik yerlerinin özünü Allah Teala bevosita vahiy qilish orqali Peygamber Aleyhisselam'a evetken Peygamber Aleyhisselam onun özünü Kur'an-ı Kerim'de şu vaqtda yazdıgan. Bu Kur'an-ı Kerim'de var. Bunun özünü nima deymizse hadis yani haqiqiy hadis deymiz bunun. Sahih hadis emas, haqiqiy hadis deymiz. Haqiqiy hadis degan nima degan vaqtda haqiqiy bo'lgan vaqalik degan gap. Yani Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam to'g'riliqqa shu Qur'oni Karim zikr qilinganning hammasi nima desa haqiqiy bo'lgan vaqalik. Ammo sahih hadis demaymiz buning o'zini. Sahih hadis deyish butunlay xato. Nima uchun degan vaqtda sahih degan to'g'ri degan gap. Qur'oni Karimda masalan Peygamber muşatkan, Allah muşatkan mesela cin şeytanға o'xshash, insonga o'xshash aynan nurg'un narsani qilayotgan ishlarni to'g'ri degan olmaydi-da, u xato-da u qilayotgan ishi. Onun uchun Alloh taolo haqiqiy bo'lgan ish, ammo maniki qarshi to'g'ri bo'lgan shu vaqtda, maniki ish xato bo'lgan deb ibrat elish uchun bizga o'zi hikoya qilgan uning o'zini. Xuddi shunga o'xshash Payg'ambar alayhisalom zamonidagi voqealikni ibrat elish tegishli yerlarning o'zi mesela Abu Lahabning voqeasiga o'xshash, Yahudining voqeasiga o'xshash, masalan nurg'un urushlardagi voqealikka o'xshash shunday ishlarning hammasini nima desa, bizni ibrat elish qismi bo'lganligi uchun uning o'zini Alloh taolo bevosita Payg'ambar alayhisalom zamonidagi bo'lgan ishlarni kirgizgan Qur'oni Karimga. Bu haqiqiy bir hadis. Endi mana ikkinchi so'rasa hamda ikkinchisi rivoyat hadislari. Rivoyat hadislari deganimiz uning o'zini payg'ambar Alloh taolo yezishga buyurmagan, payg'ambarmi yezishga buyurmagan, hatto to'sqan latakda bu bir rivoyat bor.
La tektubu anni şeyen gayrel Kur'an femen ketebeha felyemhu. Men kedibe aleyye muteammiden felyeteveve mekadu minen nar diyen bu hadis nime? Mutawatir hadislerin katarındaki hadisler bu. Muşun aşılar, muş okuvat kalayımız bilidu. Ma o nemeden bu? Muşu usul fıkhiden bu. Mesela. Usul Şaşi deyimiz, Nurul Envar deyimiz, Tövzi deyimiz, aşı kitabının hemmisi de aşı ba. Aşını körüp durup, bunu itaat kılmaydı. Bunu özü boysunmaydı. Çünkü özünü kallısı bir nesi var. Şu nesi doğru kelse, o rastı deydiğin gep, onun doğru kelmegendikin, bu yalgan. O Kur'an bolsun mu gerçi, onun boysunmagan, mandak alet şeklini koyganda. Şoňa ikinçisi bu ravayet hadisleri. O ravayet hadislerini peygamber yezişini toskan, keyin sahabaның zamanı mesela Ebu Bekir'in zamanında mı köydügen onun özüne yezilip kalganını, Umar'ın zamanı bir qancha qatim köydürüp Umar o alqı yazgan adamlar hatta turmuş olap qattiq jazalandygan, aşındaq işler bolgan Ebu Hureyre'ni misal en jiq ravayet nima? Hadis ravayet qan Ebu Hureyre bilen Enes ibn Malik. Bu iki adam nima şu vaqtning özde aşındaq öz palap nima chiqirib etgan adamlar. Keyin Hazrat Osman'ın zamanı kelgan çağda o adamlar şunu ayak kelip Hazrat Osman'ın özüne öldürüp etken vaqtımı şu elinin karşısında uğrum tutkan adamlar mesela şu Ebu Hureyre'nin tarixini okusun. Hem sahabının hemmesindeki tefsirle neymiş yazılgan Arap'ın neymiş tarixini okusa aşı narsa hemmesi çıkıdı. Demek ki bu yerde neymi degen vaqtida bu hadis birinçiden o Peygamber Aleyhisselam vefat bulup Ebu Bekir, Umar, Osman'ın zamanlarını yeziş fırsatı beğenmegen. Yani o adam sahabının zamanı yezişini başlattı ki o başlamasın sahabının zamanında eğer yezip mehbi saklıgan bolsa o ayrım bir narsa bu bir mesele ikinci bir tarafı ne merse hadis bütünley gumani mesele. Onunki resmi Peygamber Aleyhisselam aşında kılgan, aşında digenligi enik emas. Onun için bu camilik berip imamlıki tebliğini anlayan vaqtida imam nimden şu vaqtida qal ev kema qal deydi. Bunda anlayan mesela şune? Ev kema qal deydi. Qal ev kema qal deydi. Bu nimden gap dese Peygamber Aleyhisselam aşında dedi ya aşında qaraq bir şey mi dedi deyen gap. Baş gepinin özü yeterlik ki o gumanlık narsa deyen gap. Hem de gumanlık narsa bu özü ne bolamdı? Delil bolamdı. Bir narsani isbotlaşga yeterlik bolamdı degan vaqtda Qur'oni Karimda inna zanna la yughni anil haqqi shay'a deydi. Qur'onda guman hiçbir zaman haqni isbotlaşga yetmaydi. Yani haqni isbotlayamaydı. Guman bilan hiçbir zaman haqni isbotlab bo'lmaydi. Şunun için bu yerde bunda gumani narsalarning özüne dinning içiq akirish butunlay xata. Din degan İslam degan nima odası? Yaqini. Yaqini deganning özü o jazman rast, jazman to'g'ri bir narsa. Onun için onun hech qanday shubha qilish bo'lmaydigan, mesela Qur'onning 5 oyatida la rayba fi. Hech qanday guman bo'lmagan ashundaq bir narsa, buning o'zi ishonishdan boshqa hech qanday chora bo'lmagan, undaq bir kitob degan gap. Yani bu yerda o peygamberden keyin o yazılgan narsa gumani narsalarni dinning ishiga akirish o iman degan o'zi masligim to'g'ri kelmaydi. Iman degani yaqini, yani jazman o'zi ishonish tegishli bo'lgan narsa bo'lishi kerak. O ishonish tegishli bo'lmagan narsalarning o'zini bu yerga akirishning hech qanday hojati yo'q. Bu uchinchisi degan vaqtida hech bir zaman bir payg'amberniki yoki bir sahobaning qilgan ishining o'zi abadiylik insonga diniy dastur bo'lamaydi. Mesela Kur'an-ı Kerim'in içinde 25 peygamberini Allah Teala zikir kıldı. 25 peygamberniki hemmisi şu Kur'an'ı okuduğun bolsak biz Musa'nın falan köyüne ettik. O Musa o köyünün mandat diyen idi. Onun kendi mandat kaç. Nuh'un peygamberin akıbını zikir kılıp Allah'a erişinler, bir Allah'a itaat kılın dedi. Eğer Allah'a itaat kılmak olsa bana erişinler dedi deyip Kur'an'da aşında akıbını keldiğin söyler var. Şundak mı ya ki? Bu nemini bildirdiyse
bütün peygamberlerning o'zi Allohga itoat qilishni buyurgan degan gap. La ilahe illallah'sa o'xshash hammasininki. Hammasini la ilahe illalloh o'xshash. Onun ichidagi masalan amr bil ma'ruf, nahiy anil munkar, ibodat, e'tiqod, bundan o'z bir shu prinsip sohasi hammasi o'xshash degan gap. Uni ijro qilish jarayoni farqli. Buni men o'tgan darsda dedim. Bu din, shariat degan ikki narsa bor bu yerda. Din, shariat, din bütün insoniyat o'rtaq, zaman va makon tanlamaydi u. Ammo shariat yo'lsa dinniki prinsipini her bir rayondagi masalaning o'zini dinning shu prinsipiga uyg'un holatda ijro qilgan gap. Misol, shu yerdagi amaliy ahvol qarta. Uning uchun bir rayondagi bir odam bergan jazo shu aynan shunday bir jinoyat o'tkazgan bo'lsa, ikkinchi bir davlatda u davlatdagi insonga o'xshash berilmay, uningga egizpas bo'lgan bunday holati bu shariat qismi bu atildi. Bunda Qur'oni Karimda maxsus oyatlar bor. Misol shu Sur Maidniki 45dan 50-oyatgacha oralig'da bu yana uzoq ekan bu oyat. Men shu nemisini o'qiyay. Qaysi sura? Sur Maidniki 45-oyatdan 50-oyatgacha oralig'da ekan. Va anzalna ayak shu 48-oyatni o'qisam bo'ldi-ki. Nechinchi sura bu? Sur Maid. Qancha sura shu Maid? Men bu oyatlarni chiqarganga bir attaq qo'ygandim. Buningki manchinchi sura deganini topsak, men oyatning tartibini bilmaganligim uchun qiynalib qoldim men chiqaraman uchun. Bu 5-6 sura bo'lishi mumkin emaslar? Sur Maid. Shundan keyin 5-sura ekan. 56 mi? 56-oyat. 56-oyatning o'zida nima aytsa, "Vel yahkum ahlul injil bima anzalallahu fi ve men lem yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul fasiqun." Bu o'zi 3 joyda keladi bu oyat, bu shu hukm fasiqun, kafirun, zalimun deb keladi misol. Oxirisi jo'risi va anzalna ilaykel kitabe bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al kitab ve muhaiminan alayhi falyahkum baynahum bima anzalallahu ولا تتبع أهواءهم أما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم degan mush oyatniki o'zidan nima chiqib turdi desa likullin ja'alna minkum shir'atan va minhaja degan mushu oyat endi oyat bilan valaw sha'allohu laja'alakum ummatan wahida degan mushu ikkisi endi mushu yerdagi hozir biz so'zlamoqchi bo'lgan mazmun mushu shu. Her bir toplum uchun endi o nimada ibodat sohasida zaten her bir shaxsiy uchun Alloh taolo uni aynan o'zi nimani hukmni chiqarib qo'ygan. Misol bir jamoatning ichida og'riq odam bo'lsa, bunday qiladi, masalan, ro'za haqida degan vaqtimizda og'riq yo safar ustida bo'lgan bo'lsa, ro'zani tutmay keyingi kunlar qancha kun tutamgan bo'lsa, tutsa bo'ladi deb quyuqliq tutolishga imkoni bor odam bo'lsa, u odam tutmagan bo'lsa, har kunlik ro'za uchun bir miskinga tomoq beradi deb aniq hamma narsani bayon qilib qo'yuqliq. Endi mana bu iqtisodga o'xshash davomli o'zgarib turgan narsaga cho'risa, uni shu yerga amaliy ahvolga qarta, shu yerga amaliy ahvolning o'zini Qur'oni Karimdagi metodga tatbiqlab turib, hukm chiqarishning o'zini nimaga o'zi shu her zamandagi insonlarga, yani olimlarga uning o'zini qo'yuq Alloh taolo. Shuning uchun bu yer nima deydi desa, likullin ja'alna minkum shir'atan va minhaja deydi. Yani her bir odam uchun yoki her bir toplum uchun bu yerda biz shariatning o'zini qildik deydi. Bu nima degan gap desa, masalan, Somalidagi bir toplumning o'zi shu yerdagi iqtisodiy ahvol qarta bir yo'lni tutgan bo'lsa, Angliyadagi toplumning o'zi o'sha yerdagi iqtisodiy ahvol qarta bir yo'lni tutdi degan gap o'tgandagi sarfitlar haqida biroz to'xtaldik-ku. Ashunga o'xshash. Bu nima degan gap degan vaqtda, o'sha vaqtning o'zida "Valaw sha'allohu laja'alakum ummatan wahida" degan oyat men o'shunga bir javob. Agar Alloh taolo xohlagan bo'lsa edi, sizlarni hammasini bir ummat qilayotgan bo'lardi. Shu vaqtda
Bu nimani bildirdi dese Allah Taala hemmenin şu Kur'an'da nim degan bo'lsa shu bo'yicha qilinglar. Şunun özünü aynen şu hem yer o'xshash ijro qiling desa, u vaqtda insonlarning o'rtasida farqliq insonlarga farqli holatda hukm chiqmay, hammasiga o'xshash hukm chiqqanligi uchun bir qism odamlarga zulm paydo bo'lib qoldi degan gap. Misol, hamma odam 10 koydan ba'son desa 10 koy beramaydigan odamni qanday qildi vaqtida jinoyatchi bo'lgan gap. Misol. Şuna ma Angliyaning o'zi Sadiq Peterning o'zi 10 koy ba'son degan bo'lsa, Somaliyaning o'zida balkim Muşaya'nın polisda 50 pi oluşu mümkün bir sterlinlik yerimini belgileyen buluşu mümkün. Türkiye'de mesela mayda 10 sterlin diye uyanık 230 koy, uyada belki 30 koy ya ki 20 koy deb belgileyen buluşu mümkün. Demek aşağıdaki iqtisadi ahval qarta belgileyen nerse diyen gap. Muşundaq qildik, hammaning o'xshash qilyapmidik. Bu nima desa, hammaning ahvoli o'xshash bo'lmaganligini degan gap hamda. Hem de peygamberlik qilgan ishlarning hammasini bizga Alloh taolo yaxshi ish qilishda ya Qur'oni Karimni to'g'ri ijro qilishda, jamiyatga to'g'ri tatbiqlashda bir ulgu qilib ko'rsatgan. Misol payg'ambar alayhisalom hech bir zaman men İbrahim alayhisalom ya Musa alayhisalom bir payg'ambarning o'zi manda qilibki, ashunda qilay deb shuni do'rab turib qilgan bir tal narsani biz bir tal rivoyatda ya Qur'ondagi bir tal oyat topolmaymiz. Var mı şundak neyse? Yok. Peygamber aleyhisselam, Musa aleyhisselam anı kıptı ki, İbrahim aleyhisselam anı kıptı ki de hakkı tebliğ kılandı mı? Bir rivayet köydük mü? Hiç kandak bir rivayet yok bundak tebliğ kıptı diyen gapning o'zi. Peygamberler o yerde nemini asas kılan diyen vaqtda o yüzünün aldık peygamberler yüzünün zaman ve makandaki emeli ehval karta o Allah'ınki dinini, Allah'ın ehkamını kandak icra kılan. Bunun öz ders çıkarıp men hazırlıkta muş köz aldımdı ki vaziyette Kur'an'ı kandak icra kılaman. Tutkan yolu bu olgan. Bizden tutkan yolumuz ne dese, bizden tutkan yolumuz Peygamber Aleyhisselam'ın zamanında Peygamber Aleyhisselam falan ayetini andak icra kıptı ki, falan hükümünü mandak icra kıptı ki emez. Peygamber Aleyhisselam şu vakitteki vaziyet karta aşırı hükümünü aşırı icra kıptı ki biz hazırlıkta muş vaziyet karta o hükümünü kandak icra kılışımız gerek. Biz hazır zaman qaytib kelishimiz kerak. Bu yerdan sizning diqqatim chekkan so'zlari ilgirki ummatlarning hech bir payg'ambarni misol keltirib turib, ularning tutgan yo'llarini bugungi o'zi yashayotgan davrga tatbiqlash xarakterida da'vat ilib bormagan dilar. Hozir qadar bizga keltirilgan din nomining so'zlaganlarning hammasi payg'ambar alayhisolamning zamonidagi sahobalarning, tabiiy tobiinlarning İmam Salaf Salih'inki iş izlerini din namıdan düşündürük edin bizge örnek kılıp. Siz müşünü gözde tutmak için ya bu şu hata demek için şu hata. Bu işlerin özü gerçi doğru bolsa mı şu zamanga qarta doğru. Anıq zamanга doğru emas. Mesela şu çağda qandaq qılğanlığı qarab turib bugün mandaq qilsak boludu deyiş üçün keltirgen bolsa şu. Undaq keltirmeklik. Men şu fiqhning özüne Şervaqay Hidayet degan ishkili fiqhini başdan axir o'qigan bir odam. Undaq bir narsa yo'q. Shu 1000 yil burun yezib qo'ygan shu fiqhning o'zini hozir masalan bir diniy sohada o'qigan bir odamga falon masalaga bir javob bering desa, o Qur'onni ochmaydi hech bir zaman. O'til berib fiqhini ochdi, fiqhini topolmasa falon olim andaq deb, pustan olim mandaq deb boshqa olimni hikoya qildi. Sen Kur'an o'qidim, Qur'onda nima deb anadan javob bersa, Qur'onda yo'q deydi. Çünkü Qur'onni bilmaydi. Qur'onni bilmaganligi Qur'onni ko'chlab, ashundaq masala qayerda bor. Undaqda Qur'on nima deb ataydi misol, Bunun o'zini izlanmaklik, izlanmaganligi topolmaydi odamlar. Hozir buni qaytmış sağlam sual so'rab qiladigan bir ishkisi bor. Bir qanchalar bor. Ama ba'zilari addindan oshmoqli qarindoshlar. Biz hech birimiz Allah'dan qo'rqish kelsak, hech birimizning kim bo'lmasligimiz mumkin. Taqvolikni mavad biz bilan yaqib o'xshab balki qilmaydi. Biz hozir ilmiy bir fikr haqiqatning ilmiy shaklda o'tirib qo'yilishini anglaydi davlatimiz. Chunki zamonlardan beri
Hakimiyetlerinin baskısı yoki kontrolli holatida ve medyanın kontrolli holatida yaşadıkça biz. Endi Allohning rahmati bilan nim degimiz kelsa degan oldigan haqiqat parlayoladigan bir zaman yashayotganligimizda biz biraz aqlimizni ochildi. Tarixda o'tgan bütün geçmişlerini çang tuzanlarını birlikte götürüp etkersek onun toplarını qilib bo'lolmay, ishidan chiqib bo'lolmaymiz. Bugün ustoz bugün dilayotgan masalaning eng halqaguch tarafini da'vatida. Uningdan keyin taqa mushkul vazifa uningdan keyin keladi. Qo'llarimizning tirnoqlaridan tortib ko'rsatib, bunday payg'ambar alayhisolam sunnatini qilmaydigan bo'lsak, mana qanday qilamiz degan savoldan tortib, odin tortib yig'icha masala o'tirib chiqadi hozir. Ashuning hammasiga oldini qilib, qandaq yo'l tepish haqida Qur'onda bor deganni iddia bilan ma fikrni o'tirib qo'yapti. Sizlar hozir qadar da'vatdan qarindoshlarning hammasi Qur'onni hadisni inkor qilib, keyin Qur'onni inkor qiladigan planda maqsad yo'lga chiqqanlik bilan ayiblasanglar biraz eşip ketken bo'lsalar. Biz tarixdagi boshqa bizningki harakatlarga o'xshab qolgan bo'lishi mumkin. Yoki bir fikrlarga o'xshab qolgan bo'lishi mumkin. Ammo uningga o'xshatib ham shuning taqoriga qo'shib paketlasanglar bu ishni zulm bo'ladi ma'vo. Biraz aqlinglarni ichinglar. O'tirg'ida sog'lom qo'yilgan savollarga javob berish tirishili. Bayatni o'tirib qo'yilgan fikrini tushunmagan bo'lsangiz, shunga aloqador so'rasang tak yaxshi. Chunki mazmun chetnab ketmasligi uchun. Bayatın o'tirib qo'yilgan mazmunga aloqador va qarindoshlarimizdan birisi izchil so'rab kelgan savolning birisi, agar Rasululloh dinning sirtida o'z xohishi bo'yicha so'z qilsa, Alloh Rasulullohning tomirini uzib tashlaydigan debdi. Undaqda Rasululloh sunnatimga qiyomat qadar ergishinglar degini dinning sirtidagi kishi emas ekan-ku debdi. Unda o'g'andan keyin nima uchun payg'ambar alayhisolamga ergashmaymiz demoqchi bu qarindishimiz. Peygamberlik sünnetiga kıyamet kayın boğucu ergiş için peygamber kıyamet kayın boğucu ölmesi lazım. Ölmesi lazım. Eğer o peygamber ölüp ketken ölüp ket şu vaktin özde peygamber ölüp ketkendeki peygamber özünün zamanına layık halette şu zamandaki meselini Kur'an-ı Kerim'de tetbiklaş arkalık hüküm çıkış arkalık insanların doğru yetekletmağdı. Eğer peygamber aleyhisselam hazırki zamanda boğan bolsa aş adamlar aşlı oylusun. Aş peygamber aleyhisselam hazırki zamanda boğan bolsa muşnundan 1400 yıl burunki işini 1400 yıl burunki siyasetni 1400 yıl burunki zamandaki ilimni şu zamandaki oku degan ilimni okup turunu depti degan bo'ladimi mı? Ya ki hazırki zamanga layık hazırki zamandaki en ilgar bundaq insanlardan bulun deyiş mümkün mü? Sen hazırki zamanda yaşayışın gerek. Hazırki zamanda yaşayışın gerek Kur'an-ı Kerim'deki şu ehkam prensiplerine hazırki zamandaki iş hareketlerine tetbik kılışın gerek diyen gap. Kur'an'ı zamanı tetbik kılmayımız, zamandaki boğa işini Kur'an'daki şu metod tetbik kılmamız diyen gap. Şunun için bu mesela zakat meselesine misal alsak, hazırkiçilik 2,5% tapkan nesini %2,5% zakat veriş, bir yılda bir qatim beriş adetga aylangan. Qur'onda bir yilda bir qatim berang degan gap yo'q. 2,5% degan gap yo'q. Uni nimishqa ashta bir yilda bir qatim berang demedi. 2,5% berang demedi desa, chunki ehtiyoj qartash yig'ish uning o'zini. Agar hech qanday ehtiyoj bo'lmasa, zakat chiqish qanday hojat qolmaydi degan gap. Ammo ehtiyoj bo'lgan vaqtda ehtiyojga qanchalik ehtiyojimiz bor, shuning qarta pul yig'ildi. İhtiyaç hal kılındı diyen gap. O zakatın yığıştaki maksat ihtiyacını hal kılış. Şunun için o Peygamber Aleyhisselam zamanında 2,5% neselen ihtiyaç hal bo'lgan bo'lsa, hozirgi zamanda o 2,5% nesel ihtiyaç hal olmasa, ihtiyaç hal kılış için onu da köpaytish to'g'ri kelgan gap. Onun o'zi bu ihtiyaç qarta degan so'z bir nim bor, bir o'zi metod bor. Aş metodni ko'tarib lekin qayerga lapasa to'g'ri kelaverdi. Qayerda mayat 100 koy ihtiyaç olan boz 100 koy qartaşığımız, ayet 1000 koy ihtiyaç olan boz 1000 koy qartaşığımız. Demek ihtiyaç bu yer asas kılıngan narsa. Bu da şunun o'xshash her yerde şu yerdagi bo'layotgan ishlarning o'zini Qur'oni Karimda şu metod to'g'rilab turib ishni hal qilgan gap. Payg'ambar şu zamanda ishni hal qilgan odam, payg'ambarning o'lib ketganligini Alloh taolo bilganligi uchun bu yerda Qur'onda nima dedisa, atiulloha va atiur rasul va ulul amri minkum deylik. Peygamber'e itaat kılıp, peygamber ölüp ketken kim itaat kılır vaqtda?
Ulul emri minkumga. Her bir rayon yoki her bir devlette şu devletniki o'zi devletni boshqarayotgan, yani dini qarshi kelmaydigan holatda boshqargan yerniki shu nemisi qonunga bo'ysunadigan gap. En Peygamber Aleyhisselam'a ergişine azizle başka şeriyle makrındaşlarımızın bezelleri bunun kail olmadı. O özünki nimisem düşün işi. Bazen delille mesela Peygamber Aleyhisselam'ın devrinde men çektirişle alakadar söz mesela bedende özgürlük peyda kıldırgan mı nimle var adetler var. Mesela madalık nakış çektirdigan. Muşnun alakadar bir nesine sözlep ekilip Atakumur Resulü fehsu degan bayatanqa ayetni delil qilib aytgan debdi. Shu yoqda sahabalar xatolaşgan mı deydi. Eğer yani demek ki sahabul nimnekitke şu anda. Resulullah sallallahu ki men çekken ve men çektirgenlerge lanet kılışqa bu şu ayetni delil qilgan deydi. Siz degandek bo'lgan bo'lsa, sahabalar xatolaşganmı debdi de. Peygamber Aleyhisselam'daki yani Kur'an-ı Kerim'de muşunda men çektirgen adamdaki lanet degan ayeti bo'lmagan qarga vaqtda Peygamber Aleyhisselam lanet qilganligi yolg'on degan gap. Muştaya chiqdi. Şu hozir bu oldingi 2-3 darsda to'liq dedik bu so'zni. O'ttirda 3 narsa bor. Biz Qur'on va islom. İslam Peygamber Aleyhisselam'dan keyin bizga keldi deb tushuntirilib kelgan islom endi bu. Bu islomning ichida hozir g'aldirashmi boshqa narsalarni o'zimiz qo'shib olganligi Qur'ondan qarasak chiqib qoladi endi. Qur'ondan qaramasak, agar bu islom da'vogan narsadan Qur'on qarasak, Qur'on yo'q bo'lgan ekan izlaymiz endi shu hadisdan, fiqhdan, boshqa olimdan izlaymiz endi. Endi biz qaysi turishimiz kerak deganda bir aqlga soladigan bo'lsak, menga o'zgarmaydigan narsadan o'zgarib ketadigan narsamizni qarashimiz kerak. O'lchamdan qarash kerak-da. Mushadi mushkatni tushungiz olmadi bu bolalar. Bu arlıqda o'tganda mı bildirdik, şu bizniki insanlarımız yoki musulmonlar haqiqiy islomga e'tiqod qilma, islomni o'zimga din qilma deydigan bo'lsa, orliqdagi perdelarni butunlay cho'rib tashlash kerak. Orliqdagi perda nima desa, ikki tal perda bor, eng o'zi qalin perdadan birisi rivoyat hadislari, ikkinchisi fiqh degan kitoblar. Bu ikki kitobni tashlab, lekin Qur'onga o'tgan vaqtda andagi ishi udul Qur'on nima din bilan tanishadi vaqtida. Bular hozir deyotgan narsa nima desa, shu payg'ambar sahobalar ashuni o'zini xato qilganmi deganning o'zi sahobalar ashta qilganlik ishini o'radi-da. Bu hadis, u rivoyat qachon yozilgan rivoyat misol. Payg'ambar Aleyhisselam vafot bo'lib, sahobalar vafot bo'lib, yillardan, ya'ni yuzlarcha yillardan keyin yozilib, shu yerdagi siyosat qarta yozilib qolgan bir narsa mı? Hech qanday o'zi uniki tegtakti yo'q narsalar. Hadisqa endi buni aloqa o'tganda hadisninki bir qancha asrdan keyin qo'lga olinib, yozilganligi, nota qilinganligi haqida bayonlar bo'lindi, ammo bu aslida haqiqat shundoq edi degan shaklda bayon qilindi. Sizlarning boshqa izohatlarda agar Payg'ambar Aleyhisselamning davrida yozilgan bo'lgan taqdirdami, shu davr xos u, bugungi davrga mos kelmaydi degan iddiani ilgari suryaptilar fikrni. Chunki Qur'oni Karimning jonliqligi bugunning realligi bilan ro'yab chiqdi-da. Bizniki mushu kunlik qarashimizning bir sababi nima degan vaqtda, shu 1400 yil burungi odam bo'lamiz deb shu mushkul qildik biz. Hech bir zaman Qur'oni Karim hozir va bundan keyin bizning yo'limizni yo'ritib berdi. Biz musulmon bo'lgandan keyin Qur'oni Karimdagi ahkomga hozirgi masalalarni hal nima tatbiqlash orqali ishimizni hal qilib, biz hozirgi zamonga loyiq odam bo'lamiz degan bo'lsa, u vaqtda biz hozirgi ilg'or odamlardan bo'lgan bo'lardik. Ammo biz davomli o'zi shu 1400 yil burungi zamonga loyiq odam bo'lamiz deganligi uchun
Bizniki işimiz ilgiri basmaqlıq misal. Onun özünü mənə təsvirləb, əsr saadet deb aşındaq bir nəsli kelimələr bilan təsvirləydi-go. Saadet dəvri degan gapga, hem saadet dəvri peyğəmbərin zamanında saadet dəvri olub qalğan həmmə vaqtның özü ilqi bir cəhənnəm qırğan bir dəvr oxşaş aşındaq təsvirlədi. Bu nəhayət xata bir nəsçə bu. Avazını anlamayaptınız-go. Yani şu dinni cihetdə taqvalıq qalbimizdə bir şan bulub, yenib vücudumuzni əsir qılıb alğandan keyin sünnetning ulqudan tartib tushunmay qilimiz, Allah'ın rızalığını qazanımız deb zaten izleniş jarayonlarimizda bizning oldimizga chiqqan örneklerinin hemmisi Peygamber Aleyhisselam'ın etrafındaki kişiler oldu. Peygamber Aleyhisselam'ın etrafındaki kişiler oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafındaki sahabelerden başlanan tabi'ler, tabi tabi'ler degan ismi cik ağadan gelgen silsile. Yani zincirsiman bir evlatla aş tarif etken. Yani ulanınki iş izleri qarab turib, bazen takvalık degan muş oxşaydı deb reallıqda bir işini uyguluğa vaxtımızda, özümüzde icra qilgan vaxtımızda etraftaki kazzap insanların nemelerge düşüp kettikdə durğun veren bulduk. Mesela düşmel mi? Hatta tutmağa çağda bu Müslüman yalğan qılamdı, raskep qılsamamdı dese, raskep qılgan yalğan qılmaydı deb özüge avval digizibler, anan ekan diye emir aslında dese, emin deb muşunda ziyallanımcaq tattıqda biz alıqı. Hem de hazır nurgun öz qarindaşlarımızga egir kip ketiş mümkün. Biz Avrupa'da yaşayıqlı mana hazır 2002'de kelgen bolsam, hazır 21 yıldan aştı. 20 yıldan aştı, 21 yıl olayıp kaldı. Muş jarayonda bu Avrupa'da, nurgun yerde bulduk. Asya'da mı, Kazakistan, Kırgızistan, Otur Asya'nın hemisi boğan. Türkiye'den buldum uzun vakit. Mısır'na aylanıp geldim. Bir telefon bakın alalım da olur da. Assalamualaikum. Aleykümselam. Ahmet hacım yakşımat. Yaxşı, obdan tuluma. Naq meydandı mı ya? Avaz kilatamda. Anlatımız Naq meydan ola. Bilip olma bilmedim. İsle. Ben şu hazır biraz qarab bakay deb kirgen. Sen yani şu kimlar sözü götürüpsizler. Şu ben şu hazır bayan kirgen yerdim. Şu damallamga bir sualım buludu. Ben ma sualını soraştım buran. Şu bayan ikkinli qilgan gapni meni bir takrorlash to'g'ri keldi. Başta özüm tanıştırırken ben Germaniyadan alımcan bulumu. Siz bu program başlagandan bu tarafta ben baştan aldığım kış programını mı köydüm. Ahmet Can'a, Ahmet Hacım'a ben üzerinden fikirlerimle muhabbet durdum. Hem de yani bu demişsem oldu. Ben bunun başka ma'nın aldığındaki iki yani sözlep ötken programı to'g'riliq gap qilmayman çünkü men buni sizga deb qoldim Ahmetjon. Onun şu to'g'ri bo'lmagan taraflarini diniy jihatdan mayli tafsirda bo'lsin, masalan, Sura Fatiha'nın tafsirisini Kerem Damollam o'zininki endi tafsir qilish usuli bilan tafsir qildi ya. Men sizga ikki tafsirdan avatib qo'ydim. İbn Kesir bilan Muhammed Salih Hacı'nınki şu vatanimizda besilgan 152 gün alim bölümünün kelip tasdik edilip ötken şu Kur'an-ı Kerim'nin Uygurca tercümesini silge verip koydum. Anın işkinizge düşmeyden demek. Nöbet kıldıran gibi ağzından dalıp Etiyullah ve Etiyur Resul ve Ulul Emr Minkum diyen manında nimikili diken, kailken aşında oldu mu bayamayda dedi. Hoş, anlatımız ya. Aşında dedi. Ama depola bak kendisi kopup men çekkizish Rasulullah lanet qilgan desa, Damollam qubab deydi ki, u Qur'onda bo'lmagandan endi buni amal qilmaymiz deydi. Endi tüpüde Etiyullah ve Etiyur Resul ve Ulul Emr Minkum deb shu chog'dagi Rasulullah shu
Etiyullah degandeki Etiyullah'da Kur'an-ı Kerim maksatından. Etiyu Resul degenimiz Resulullah'ın şu vaxtıda Allah-u Teala degan Kur'an-ı Kerim asasida şu devirde Resulullah'dan soralgan ve Resulullah'ın çekligenleri yoki özü kösekleri yoki Resulullah körep onun sükut kıyganları vardı. Bu sizge sünnet olup devam kılıp kişilik. Hem de bazı at çekidi kupak ne deydi olsa Kur'an'da onlara diken bunu emel kılmaymayız deyden. Hem de bu ya cümle biraz ya kallımız hakikaten bilmeyimiz hem de. Allah alımca ben sizden bir sual sorayım. Geplerine çıkandım. Ya anladınız. Bu hakkında düşünmeydi o deyip Ahmet Ağacım şöyle deyler. Siz bana adam bu gepnin özünü siz kandan düşünle bir işbirliği bir sorapık mı? Ben düşündüm bu geple. Ya o sınır düşünüşleri meselesi. Onda o sizden bir sual sorayım. Daha sonra alımcan. Mişadı ne faydan tutman kılla? Programı ne Ahmetcan? Siz birinciden bu programı zaten doğru başlangan bir program emez. Siz programının karşısında yani bir cahil bir alim ilim adamı bir çıkıp ikisine hemen Şimdi bir moderatör olup da oturdu ne mükemmel manda bunu dağıdır bu sınıfı zaten başlayıp ötep olapla şunu meydan durup yapıladılar. Alimcan şunda edenim ben tapamam dep meydileri ula yokap ketli o. Hadisni inkar qilish başka mesele ama İslamiyet'te bu hadis bilan kirib qolgan xurofotlarni İslamiyet'ten yoki bu musulmonlarning hozirgi ijtimoiy hayotidan tozalash majlisi bosh bir mesele bu. Ama ya Alimcan beni gibi mi anlasın? Alimcan ben bir işkiyet yaklaş sizge. Alimcan bir minut. Sizge ben bir yaklay. Anlatan beni gibi ne? Özlerinin geplerini özür anlap kırışlar yani kayıt. Ya ama beni gibi anlasın ben bir işkiyet yaklay. Birinci Sörfatihani gibi qilib qoldim. Men Sörfatihani u yerda mazmun jihatdan mundaq gap o'tkazdim. Rasmiy meniki tarjimam emas o. Mana sizga aniq deb qo'yay. Men tarjimamning o'zini sizga avatib qo'yay Qur'ondan. Qanday o tarjima qandaqki o vaqtning o'zi ko'rsizlar. Halqi gapni to'liq tushunmaylikin menga undaq gapni qilmasizlar. İkinci birisi Etiullah ve Etiur Resul ve ulul emri minkum deganning o'zini boyatda yaxshilab sizlar o'qigan odam bo'lsalar agar kichkina o'qigan bo'lsalar ashuni o'zini yaxshi tushunasizlar. Ya mesela hozir men savol so'ray desam unimidi agar hozir cho'qim anglatdi. Mening sormoqchi bo'lgan savolim shu edi. Tashlayaptimi hozir telefonni? Hozir ijroatda. Bo'ldi. Mening sormoqchi bo'lgan savolim shu edi. Undaqda Payg'ambar alayhisalom Qur'onda yo'q so'zni deganmidi hayotida degan bir savolni so'g'im keldi mishadi. Agar Allohning so'zidan boshqa so'zni so'zlamaydiganligini deydi deyli. Undaqda din nomidan Qur'onda ko'rsatilmagan narsalarni Payg'ambar alayhisalom so'zlaganmidi degan savolni so'g'im keldi olimjondan. Hozir qadar bizga kelgan Payg'ambar alayhisalomga ba'zan haq-huquqlar berilgan edi degan iddialarda, bu tushunchalarda halolni harom qilishdan tortib, ya'ni halol harom belgilashdan tortib, bir qancha haqlarni deydi, Payg'ambar alayhisalom alayda berganligini ilgari surganlar bo'ldi, o'zining maqolalarida. Bu men bunga bunday desam biraz artık kilidi. Sizler bir disler, aldı bilen Peygamber Aleyhisselam Allah namıdır. Allah demegenini yoki deyishni demagan, buyurmaganni deb baqqanmi hayotida. Payg'ambar alayhissalomga Alloh taolo birinchi qatim shu nimaning o'zini tushirgan vaqtida, vahiy tushirishga boshlagan vaqtida nima degan vaqtda ogohlantirib valav taqavvala alayna ba'dal aqawil degan oyatning oxirisida oyatni o'qidik qashning o'zini la akhadnahu bil yamin summa laqatana minhu al watin qasirdi o mana la uqsimu surasi o'xshaydi mushniki tanzilun min robbil alamin ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز. Muş ayetinde nimdeydi dese bu Kur'an-ı Kerim Allah Teala tarafından düşken. Muhammed özü
Velev tekavvele aleyna ba'del akavil. Bizniki karşıyımızda aleyna deganning o'zi. Bizga to'g'ri kelmaydigan ba'zi so'zlarni o'zi to'qqigan taqdirda aytdi. La'aqazna minhu bil yamin. Biz uni o'z qudratimiz bilan o'zi tutgan bo'latdik degan bo'l, halaq qilgan bo'latdik deydi. Qanday halaq qildi desa, summa laqatana minhul vatin. Buni garantumurni uzib o'tish orqali. Bir minut o'zi o putarab turmaydi degan gap. O bizniki qarshiyimizga chiqib, undaq o'zi din nomida bir narsani yoki Allohniki Allah man degan bo'lsa, payg'ambar yana bir narsani deyish orqali bir narsa degan bo'lsa, biz uning o'zini Alburun o'zi yo'q qilib atgan bo'lardik degan gap hamda. Şama minkum min ahadin anhu hajizin deganning o'zi sizlardan biz o Muhammadning o'zini garantumini uzib atgan vaqtda ara tura oladigan hech qanday bir odam bo'lmaydi. Hech qasing ara tura olmaysiz degan gap. Mushning o'zidan nima desa, Muhammad alayhisalomga hech bir zaman din nomida o'zi nima so'radi? O'zining xohishi bilan bir narsa deyish haqqini bermagan degan gap. Şu sizlar mana evatgan narsa shu Olimjonning yozgan narsa ekanda? Yo'q, boshqa. Mishada hozir bir aqldan o'tkazib bo'lmayotgan bir masala. Olimjon bayatini nimislar deb o'tib ketdi. Boshqa bizga har xil yo'llar bilan uchur yozgan qarindoshlarning ham bizning oldimizda do'layotgan ikki narsa bor. Biri bu hadis deb kelgan bu hikmetlik sözlerinin akıda nurgun heyvetlik isimlerine etkiledi, şahslarına, ademlerine. Bunun falancıdan anlayan, pistancıdan anlayan, acaba vesilesine etkiledi, risalesine, silsile dedikken bunlar. Bunun da etkiledi, şu kadar insanlığa aşağı bilmeyi kalkan mı diyen bir yoğuntuğa var. Birinciden. İkinciden, hadisninki to'g'risi, xatosi, kelish manbasi, qatorliq inchik tekshirish jarayonlarini deydi, xuddi bir to'mini oltinga aylantirishdan iborat murakkab bir texnik bilan cheklab chiqilgan bu degan o'xshaydigan bir nima bor endi formulaga bir oddiylashtirib solsam, u qadar jiq ajr bor deydi. Mushu bekog ishlatilganmi degan ikki narsani aytdilar bizga. Men buni ba'zan qarindoshlarim deb qo'ydim. Altındır. Her kanca altın okşutup koysam altın onu alanmaydı deb cevap verdik ama bizden cevabımızdan qayıl olmaydı. Muş iki meselenin nispeten siz bir aniqlik beslemiş abi onlaydı. Endi bu hadisning o'zini yozgan vaqtida, masalan 15 yildan 20 yil oralig'ida yozgan deb ashundaq yozildi. Shu nima Imom Buxoriyning nemisimi? Imom Buxoriy 870 yillarmi shunda o'lib ketgan odamki, shu vaqtda payg'ambar alayhisalomdan 250 yil, ya'ni hijratdan deyli, hijratning 250 yillar atrofida payg'ambar alayhisalomda 240 yil deyli, endi shu atrofdan yozilgan shundaq holatdagi bir kitob endi mana vaqtida. Bu yozilgan deganlik gap. Hem de o İmam Buxoriy qo'li bilan yozgan kitobniki varag'idan hozirgacha bir tal varaqniki bir puchug'imi yo'q. Ondan keyin yozilgan degan kitoblar va ashunda kopiya qilingan kopiya nusxasi deb ikki tal kitobni nima qildi? Pribiri nusxasi deydigan biz nima deydi? Ashunda ikki nusxani deydi. U nusxaning hech qanday nimasi yo'q halqi. Bir tal varaqchalik bir narsa saqlanib qolmagancha yo'q. Onundan kopiya qilingan nusxasi deydi, umi yo'q. Eng oxirida 1300-yillarniki shu oldingi yerimlarga kelgan vaqtida andan o'zi bu Sahih Buxoriy o'tirib chiqishga boshlaydi. Bu jarayon endi. Uniki yezilish jarayonlarini so'zlagan vaqtida shu Sahih Buxoriyniki shu birinchi kirish so'zining o'zida bor. Bu qanday javobni topgan degan vaqtida 600 ming dona hadisni gapir qildi bu yerda. 600 ming dona hadis. 600 ming dona hadisning o'zini İmam Buxoriy yig'ib, uning o'zini ratlab, uni qasi to'g'ri, qasi xato ashning o'zini ratlab chiqadi. Chiqqandan keyin 5 ming dona hadisning o'zini Sahih Buxoriyga yozadi. 600 mingning o'zini siz 365 ga bo'lib baqsa qancha chiqar ekan shu? Qancha yil chiqar ekan? 600 mingni 200 yildan oshar ekan. 600 ming bu yerda 1400 yil chiqadi. Qani?
Bu yerdeki bunu bölüp kalıştık sebep neymi diye vaqtida İmam Buxoriy her bir hadisniki rastligini isbotlash uchun bir qatim uxlab tush ko'rdi, tushdi payg'ambar alayhisalomni ko'rdi. Payg'ambar alayhisalom zaten o odam tushib kirish tayyor turdi. Aşağıda şundaqla uxlaydı, tush ko'rdi, tushdi payg'ambar alayhisalomni ko'rdi, mani yazsang bo'ldi, mani yazsang bo'lmaydi deb tushib deb bergan bo'ldi. Şunu 600 ming dona hammasini ko'rib, tushdi payg'ambar alayhisalomni ko'rib, mani yazsam bo'ldi, mani yazsam bo'lmaydi deydi. Demek 600 ming dona kitap nima hadisni yozish uchun, ratlab chiqish uchun 600 ming qatim tush ko'rish kerak. Bu İmam Buxoriyninki hayotini necha qatilsam yetmaydi unga. Misol. Demek bu butunlay yolg'on degan gap bu. Aşını rastga chiqish uchun İmam Buxoriy shu Sahih Buxoriydagi rivoyatning o'zini rast dinning ichiga akirish uchun qilayotgan bir tirishchanlik. Mana bu vaqtida. Boshqa hech qanday narsa yo'q bu yerda. U vaqtda mı ashundaq o'zi yana haq turgan, shu Qur'onni tutishimiz kerak deb turgan olimlar bo'lgan, masalan Abu Hanifaga o'xshash. Bundaq olimlarni o'ltirib, shundaq o'zi rivoyatlar avjilib, oxirsida rivoyat diniga aylangan bo'ldi. Mesela Alimcan'ın o'zi hozir gap qildi. Alimcan Qur'onni ubash bir tafsirini o'qib beqibdimi? Misol, Beşin elhamdülillah o'qib, vandasqichilik bir tafsir o'qib beqibdimi? Bir ustoz jiq o'qib, olim bo'lib ketgan Alimjan endi bu. Buni qo'sh olimlik endi. U vaqtda nima vaqtda tafsirni o'qigan odamlarimiz, mana madrasada o'qigan odam nurg'un madrasaning o'zida tafsirni o'qigan mollalar eng jiq o'qisa 10 par o'qidi. Bo'lmasa 5 par, 4 par, 2 par o'qitdi, lekin istilo oldi degan bir gap bor. Shuni tugirdi. Ammo bu rivoyat kitoblarini ko'rdi. Sahih Buxoriy, Sahih Muslim, Abu Davud, Nasai, Ibn Majah degan bu kitoblarni boshdan oxiri o'qidi. Misol. Buning uchun buni kallasdagi e'tiqod nerede shakllandi desa, rivoyatni shakllandi. Qur'onda shakllanmaydi. Hozir bu Qur'ondagi oyatning o'zini o'tirg'i chiqarib, biz mag'abni qilgan vaqtda bular nima uchun egri keldi? Chunki bular sinib ketgan o yolg'on e'tiqodlar. Qur'onning sir to'g'an narsalar. Qur'onda mandaq deganlar hozir nima deydi desa, Qur'on nima bo'lsin degan gap bu. Qur'on deganni sen ko'tar uni o'zini men ishonmayman degan yerlar o. Mana vaqtida. Agar sen musulmon bo'lsang, bu Qur'onni so'zlayotgan vaqtda kamyob va suluqlish bersa faqatla. Başka hiç qanday bir nima yo'q. Bizning bu yerda ajrayotgan yerimiz bormi? Sen rivoyat Qur'on, rivoyat to'g'ri kelmaydi deb Qur'onni cheklayotgan haqqing bo'ladi, misol, agar musulmon bo'lsa. Aşağı adam anlasın deb devatim ma gapning o'zini. Rivoyat manchi 100 yildan keyin shunday rivoyatlar yezildi. Aşı rivoyatga ishonmasang kofir bo'lasizlar degan Qur'onda bir talma oyat yo'q. Hatta Kur'an'da ne bir ayet var ise فَوَيْلُ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ بِاَيْدِهِمْ سُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْدِهِمْ وَوَيْلُ لَكُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ diyen ayet var, məxsus. Bu ne degan bo'ldi dese, öz quluvvel yazgan nərslərini bu Allah'ın dergahında, Allah'ın dini qıvagan adamların halı qıvay diyen gap. Onu yazgan adamların halı qıvay, onu emel qılan adamların halı qıvay. Biz aşınıq emel qıp keldik mi hazırgaçılık? Emel qıp keldik. Biz özümüz qutquzaldık mı? Qutquzamadık, halımızga vay oldu. Kur'an-ı Kerim degan boyunca çıktı bu meselenin özü. Demek Sure Bakara'daki 79. ayetken bu. Benim muşluğa o'xshash Qur'oni Kerimda burundan tatib tarixdan buyon burun payg'ambarlarning ummatlaridan tatib ashundaq o'zi payg'ambarlar o'lib ketgandan keyin 50 yil 100 yil o'tgan vaqtda uni ashundaq qalaymaqan narsani akirib din nomida din qilganligi uchun ashlarniki ziyon tortgan, halok bo'lgan yerlarni Alloh taolo bizga ibrat olsin deb Qur'oni Kerim bayon qilgan. Endi biz shuni ibrat olmay, yanada haq yozib qo'ygan narsani ma din deb biz ashunaq amal qilib kelganligi uchun men mushkuni tortyapmiz degan gap. Nurg'on odamlar bor. Biz mush islom qabul qilgandan keyin biz o'zi mushdaq kuni qoldik deydi. Bu islom emas bu. Bu ahli sunniy dini bu. Ahli sunniy Shia dini o islom dini emas bu. İslam bilan nima aloqasi bor? Masalan biz nimaniki
Peygamber Aleyhisselam zamanında Arap'niki şu Mekke'nin müşrikleri İslam'da kançılık itikatlıktı misal. Hatta Kabe'nin sağa vaqtida muşnu haram pul aldırışıp kalmasın dep şunçilik özü şu tazı pulunu işletip şunda itikatını sağgan. Hazırkı vaqtda meclis aldığan bire bayının özü aşınçılık ne tallandı. Cemaat şunçilik tallandı. Tallamaydı. Şu Mekke müşriklerde bo'lgan itikat hazır yok diyen gap. Şu adamlar şu adamlar hacı kılattı, namaz okuyattı, roz tuttı. Aş adamın Allah Teala ne dedi? Müşrik dedi. Müşrik dedi. Müşrik dedi aş adamın özüne. Dünyada mı veyran oldu, kıyamet günü veyran oldu dep Allah Teala onunla Allah burun hüküm çıkarıp olaqlaq. Endi biz aş adamlar qıvatqan işni qılganlığımız üçün biz ne bolduq hazır? Veyran bolduk. Bunu da kim muştak kitiversek veyran buluverimiz biz. Hazır tek bu Kur'an'lık şu hadis Kur'an'ı arpılama kitivatımız var 3 kısmının özde. Bu itikattan başlasak bu hazır bu şu itikat kılıvatkan nesillerin içinde nurgulgan nese Kur'an'da yok. Bu Muşu meselede bek inçki bir yeri var aşağına düşünemmevatamda, xussallık kılavatamda digim kilovatı demeyin şu. O kadar Uygurça deyişiyatımız oturup koyduğumuz. Bunun özü bu düşünmevatkan işi yok. Bu yerdeki nes ne midese kallası burun tat sınıp ketken konu akide var. O konu akide var mavu hazır bak Kur'an işkisi birisiyle pütüp şu adı diyen. Karşı cevabı diyen gap. Undaqda konu akidini çıkarıp olamağan eken, onu çıkarıp ataydısa, onun mu avval öz təsvirləvatqan bir nəsi olğan eken, onu cennetke kiriş arzusu olğan eken, aşını çıkarıp atsam, cennet kiramamemge anda arzu oturuvatqan bir nəsi. Olmasa, bu yerde hiç qanday talaşlar çıkılgan nəsi yok. Yani kitaplar hemmesi açtık. Mesela Adem Aleyhisselam tat, Peygamber Aleyhisselam düşken kitaplar, Musa Aleyhisselam Tevrat düşken boz, Tevrat'ın İncil düşküç ardıqda özgürlük ketken yani Allah Teala ne böyle ıslah kılgan? İncil'i öyle ıslah kılgan. Şudan mı ya ki? Doğru. İsa Aleyhisselam ölüp ketkendekin 300 yıldan keyin mana Muşu Tevrat İncil, ma kitapның özü Tevrat İncil'niki Uyg'ur tercümesi 2005-yilda yazılgan. Tercüm kılınan kitap. Muş kitapның özüde yeni ahdi, konu ahdi degan 2 yil narsa bor. Yeni ahdisi İsa Aleyhisselam ölüp ketip qancha 100 yildan keyin yazılıptı, 300 yildan keyin yazılıptı. Yazılıp o Hristiyan dünyası, Avrupa bütün özü çöküp, hurafilik şundaq çöküp ketkendan keyin, 300 yildan keyin İslam nima Kur'an düşkendan keyin Peygamber Aleyhisselam yani şu Allah Teala Adem Aleyhisselam düşürgen dinni asliga akilish uchun qanday qilish kerak? Şunu asl nusxasini akilish kerak, shundaqmi yoki? Xo'sh. Asl nusxasi Kur'an. Kur'an orqali uni isloh qiladi. Isloh qilgandan keyin Peygamber Aleyhisselam vafot bo'lgandan keyin Umayya sulolasi chiqqandan keyin nima qiladi desa, o'qisin bu odamlarning o'zi. Shu Umayya sulolasini tamoman boshdan oxiri o'qib chiqsin, islom qanchalik ziyonkashlik qilganki, din qanday holat kelgan shu vaqtda. Rivoyat qanday o'tirib chiqqanki. Hech narsa o'qimaydigan shu rivoyatni o'qib lekin odamga aytib deyilgan odamda bu. Şu an o'zi qanday qildi desa, bu butunlay islom qarshi, islom nomida islom qarshi ishlar olib berildi. Masalan, nimaniki shu nimada Yezidning zamonasida, Yezidniki 2-yilisi, Yezid shu Muaviyning o'g'li o'ltirib 2-yilisi Makkani hujum qilgan vaqtida Kabe'ning o'zini ko'kim talqon qilyapti. Kabe'da 10 minglagan shu nimaning o'zini Payg'ambar alayhisalom nimalqi sahabiga nim qilgan ashundaq o'z yaxshi musulmonni o'ltirib, xotin qizlarining o'zini 3 kun o'sha yerda bosqinchilik qilib, kelar yil tug'ilgan bolalarning hammasi harri bolalari deb shuna at qo'ydi. Mana ashlar ham shu vaqtda bo'lgan narsalar. Ashundan keyin davomli shu haqiqiy islomning o'zini yo'q qilib, Payg'ambar alayhisalom oldidagi dinniki nurg'un yerlarni kirdirdi. Men bu aytdim mesela Hacı Fari jarayonlardagi eperilayotgan ishning bir ikki tal narsani dedim. Jiq bundaq narsalar. Misol, shaytonga tash etishlaymiz, qartoshni suyishdaymiz. Bu ishlarning hammasi shu İbrahim alayhisalom Kabe'ni sepib o'lib ketgandan keyin o'tirib chiqqan narsalar. Hattoki İbrahim alayhisalom İsmail alayhisalomning o'rniga
Qurbanlık qilgan qo'shqonniki mungizni tortib shu yerda borgan tavob qildigan haqli. Hajjajniki epagan shu urushi jarayonida shu mungiz tamoman ko'kim talqon bo'lib ketgandan keyin uni u yo'qolib ketganki, qartashma param-parcha bo'lib ketib, ashning o'zini bir misnasniki ichiga yoki kumushdan shuni ichiga andaq ekilib, hozir qo'yib qo'yliq. Kumushning ichida turdi hozir, misol. Men moshunga o'xshash hammasi mana Payg'ambar alayhisalom aniqqan, İbrahim alayhisalom aniqqan nomida, payg'ambarning nomida putqa cho'qindirish. Bo'lganda telefon kelib qoldi, apaqili. Assalomu alaykum. Ani o'chirib turib, ana keyin telefonga qilsak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ovozim chiqdi. Ha, anladim. Gap qiling. Kim bo'lasiz? Mal suhbatni yaxshi o'tdi. Men qassobdaklar boshqa gap atqanlarni ko'pincha adabsiz gaplarni qilib turibman. Shu suhbatlarning bo'lishini aytdi, yaxshi ko'rdim. Bo'lib bo'lsa yana biz anlamagan yana fikrlar, yana ko'z qarashlarni, yana bilimlarni, so'zlarni ayt yaxshi biz men yaxshi ko'rdim chiqib shaxsan. Shu. Ana men bir savolim bor. Savolim nima degan vaqtda shu bizniki xalqi odamlarda u payg'ambarniki butkul shu shirkat so'zlari, kiyinishlarimiz hammasini shunaqa zo'rab qilishni sunnat deb qaraydigan ish bor. Yakimiz bundan dinlab qaraldi. Bu menimcha meni emas. Bu shu hadislarga nisbatan qanday qaraysiz? Lekin yani birisi Türkiye'deki yeterlilik nispeten de bazı tatlıkçılar özünün kimlisini beyan kan oldu hem de asaslığa şu ilgi sürgen ideya şu bizimki Allah bizni korkutucu bizden şu özünün kimlisini mevcutluğunu deyimiz. Eski şu. Aslı şu. Şu an başta kılıyor şu an biz hazırında yıkılıp bizdeki qildigan ishimiz nima degan vaqtda asosliq qildigan ishni aniqdimi deyapti. Asosliq shu tavba qilib o'zimizniki gunohlarimizni tilab degandek bunday shakl gap qildik. Lekin bu mashina hadislarga nisbatan qanday taqobil turish to'g'riroq masalan qanday amaliy ish qilish to'g'ri hech qanday yo'qchu. Shu buni men de qanday tushunsak bo'ldi degandek bir savol. Anglab boqildi. Rahmat. Hadis to'g'riliq birinchi savolning o'zi hadis to'g'riliq edi. Hadisni din tamliq degan ma'noda gap bo'ldi, shunaqami yoki? Ya'ni shuni taqlid qilishni din olamdi. O taqlid qilishning o'zi bu Qur'onni to'g'ri aytmaganlik bo'ldi. Nimishqa degan vaqtda payg'ambar shu zamondagi vaziyat qarta Qur'ondagi ahkomlarni shu zamondagi vaziyat qarta ijro qildi, to'g'rimi yoki? Agar payg'ambar hozirgi zamonda bo'lsa, u zamondagi emas, u zamondagi shu 1400 yil mushtaq ijro qilgan, shu payt ijro qilma emas, hozirgi zamonga loyiq ijro qilgan bo'ladi. Buning uchun bizniki ustimizga tushgan, bizniki gardimizga tushgan vazifa nima degan vaqtda Qur'oni Karimni hozirgi zamonga loyiq ijro qilish. Shu vaqtda biz payg'ambarning yo'lini tutgan bo'lamiz. Buning javobi shu. Bütün payg'ambarlar ashta bo'lgan. Masalan, Musa alayhisalom İbrahim Aleyhisselam neymiş kan boz şunda kılmaya digenemez. İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam neymiş kan boz şunda kılmaya digenemez. Peygamber Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam ya İsa Aleyhisselam kandak kan boz şunda kılmaya digenemez. O kandak kan digen vaqtda hemmesi yüzdeki zamandaki mevcut meselini Kur'an tetbiklaş arkalı hal kılış metodunu tutkan. Hemmesinin metodu okşaş ama farklı şaraitteki boğan nemenin özüne meselenin özüne Qur'oni Karimga to'g'ri tatbiqlash orqali masalani hal qilish bo'lgan. Shu chog'i shariatiga. Buning uchun bizniki vaziyatimiz nima degan vaqtda bizning vaziyatimiz hozirgi bo'lgan mavjud masalaning o'zini biz Qur'oni Karimga to'g'ri tatbiqlash orqali insonlarning o'zini to'g'ri yetaklab menish. Bu bo'lish lozim degan gap. Payg'ambarning tutgan yo'li bu. U vaqtda biz payg'ambar tutgan yo'l o'xshash yo'l tutgan bo'lamiz degan gap. Endi mush payg'ambar alayhisalom nima qilish, shuni qilish, shuni o'z beti do'rash, taqlid qilish, ya'ni maymunsimon do'rash deydi. Bu mushuning o'zini biz taqvolik, payg'ambar alayhisalomga o'zi ergashganlik, Allohga bo'ysunganlik deb
tushundirilib keldi da bizga. Dedi ki bu unda olmaydı. Unda Peygamber Aleyhisselam bugün başka namaz okumdu. Rozunu başka şekilde tutamdı. Diye sual sorsun demez. O bege. O qanday degan vaqtda o roz tutush namoz o'qishni Payg'ambar alayhisalom o'z o'ngchivosh qilgan ish yo'q edi. Alloh taolo Qur'onda ko'rsatgan bo'yicha qilgan. Bu vaqtda biz qanday qilamiz? Payg'ambar qilgan ma'no emas, Alloh buyuribdigan mandaq deb turib shu bo'yicha qilamiz uni. Degan gap. Namozda baba keladi. İnşallah biz hozir hammani bugun so'zlab qolmaymiz. Zaten so'zimizda qani ko'ngil aram topmaydi. Hozir necha odamlar bor, namozni qancha rakat qilib Qur'onda bormi deyotgan odamlar bor. Qur'onda bor, hamma narsa. Hattoki qanday oyatni o'qishni tartib bor Qur'onda. Buni deymiz, nima namozni bobi kelgan vaqtda. Xotirjam bo'lish kerak. Ham bu yerda ibodat sohasida Alloh taolo Qur'oni Karim qanday belgilab qo'ygan bo'lsa, payg'ambar shu payt qilgan. Biz şu Qur'onni qanday belgilagan payt qilsak, Allohning dinini qilgan bo'lamiz. Payg'ambarimiz shu Allohning dinini qilgan, bizning payg'ambar nima? Allohning dinini qilgan bo'lamiz shu vaqtda. O'xshash bo'lgan bo'ldi. Ammo o'zgarib turgan narsalar bor. Masalan, iqtisod ahvol. Bu aytimiz shuni dedik-ku. Bu bunda o'zgarib turgan, yoki jazoga o'xshash misol. O'tgan biz qon jazosini gapini qildik-ku. Bir odam sahvan bir odamni o'ldirib qo'ygan bo'lsa, bir yerda manchpul qon qaz to'lsa, yana bir yerda manchpul to'lashga to'g'ri keldi misol. O'xshamaydi iqtisod ahvol qarta. Bu yana o'z jo'risi shu yerdagi amaliy ahvolning o'zini, amaliy o'z iqtisod ahvolning o'zini Qur'oni Karim tatbiqlash orqali shu yerda to'g'ri hukm chiqarish misol. Bu yana payg'ambarning tutgan yo'li bu. Unda bo'lgandan keyin biz Qur'oni Karimga masalan men Angliyada turyapman, Angliyadagi masalaning o'zini Qur'oni Karimga to'g'ri tatbiq qilgan vaqtimning o'zida hozirgi zamondagi masalani to'g'ri hal qila olaman degan gap. Eğer ben bu Angliyadagi masalaning o'zini Payg'ambar alayhisalom qilgan ishni tatbiq qilgan vaqtimda qanday bo'ldi vaqtida 1400 yil burungi bir jamiyatga tatbiq qilgan bo'laman. To'g'rimi yoki? Hozir jamiyat 1400 yil burungi jamiyatga o'xshamdi. O'xshamaydi. O'xshamaydigan bir jamiyatning o'zini bir-birisiga tatbiqlashning o'zi bu to'g'ri bo'lmaydi degan gap. Ikkinchisi nima edi? İkinci Türkiye'de bulungan bu afetler Allah'ın bizi agalandırışı da düşündürüşü gündemdeyiz dedim. Bu yerde tövbe qilish uchun deganda gapni qildi. Nayt yaxshi bir savolni qo'ydi da. Ayda savol o'z qo'yib o'tirish kerak-da. Xo'sh. Tövbe deganda istig'for etib tövbe qilish degan qanday chog'da bo'ldi? Buni bizning xalqimiz hozirgacha o'zi Qur'oni Karimning sirtli narsalarni tushundirgan bo'lg'achqa to'g'ri tushunmay kelgan. Qur'oni Karimning tushuntirish bo'yicha qanday bo'ladi degan vaqtida Sura Baqaraning oxirisida Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna ala al-qawmil kafirin deb şu bir tal ayet hem bunun özünü ben nim qilyapman. Buni o'xshash oyatlar jiq. Masalan, iza jaa nasrullohi ma shu astagfiruhu innahu kana tawwaba degan oyatlar bor. Inna fatahnaning o'zida ashunday oyatlar bor misol. Yana tövbe haqida innamat tawbatu lillazina ya'maluna su'a bi jahalatin degan oyatlar bor. Tövbe qilishning qoidasini o'rgatadi bizga. Bu nimani bildiradi desa, men o'qigan oyatning o'zini misolga olsak, bir odam bir ishni qilib, masalan, hozir Turkiyadagi bo'layotgan ishda binoni o'rilib, unidagi insonlar o'layotgandan keyin odamlar tövbe qilish kerak degandek qanday gapni qilganda, bu yer tövbe qilgan odam kim degan vaqtda o'lgan odam emas. Binoni sog'an odam sep bo'lgandan keyin to'liq o'lchamga yetkazib sep bo'lgandan keyin yana qaytadan unga Alloh istig'for etib tövbe qilish uchun nima qiladi desa, Xudo, men mening o'zim kuchimning yetishicha, nayt mukammal holatda shunday saldim. Yani kam qilib qolgan yeri bo'lgan bo'lsa, men shuni ko'may qolgan bo'lsam, yo unutib qolgan bo'lsam, sen meni kechirgin deb Alloh taologa o'zi sig'inish buning o'zini bildirdi. Yani xatolikni tuzatish haqiqiy tövbe. Ya xatolik tuzatish emas, o'z unutib qolgan xatolik qarta yoki bir yerning o'zini unutib qolish sababini xato qilib qo'yib, "Vaqtana" degan oyat bor o'shada.
Yoki ba'zan bir bilmay xato qilib salgan bo'lsak, shu xatoligimizni bilmay qilib salgan xatoligimizni kechir degan gap bo'ldi. Buning o'zalqi hech qanday ishni qilmay turib, tövbe qilish degan bir narsa yo'q degan gap. Birinchidan, ikkinchidan bu jinoyatni o'tkazgan odam kim o desa, masalan, shu bino selish jarayonida jinoyat o'tkazgan odam kim o? Binoni sog'an odam shunaqmi yoki? Xo'sh. Binoni sog'an odamning o'zi ashuni o'lchamga yetkazib sanmagandan keyin o'rilib ketgan, insonlarni o'ldirib qo'ygan. Ash odamlar shu vaqtda o'lchamga qanchalik timir ishlasa bo'ladi, yerni qanday to'g'irlash kerak, u yer qancha qavat binoni ko'tara oladi, masalan. Shuning hammasini to'liq o'lchab turib, salsa, bino o'zi qancha o'simi, unda nima qilib ketmaydigan gap. Yiqilib tushib, insonlarni besib olmaydigan gap. Masalan, Yaponiyada 9-10 bal yetaversa, insonlar ichidan qechib chiqmaydi ekan, nima ish qilsa, o'rilib ketmaydigan gap. Bizda Turkiyada pulning yerimini yanchiq solma deb, o'sha yerda anda xalqi jo qilib ishning o'zini qilgandan keyin u binol o'rilib, insonlarni beshiga tushib, ana nurg'un odamni o'ldirib qo'ydi hozir. 40-50 mingga yetdimi-ki? Demak, bu nima desa, bu shu mutoid deydi, Turkiyada mutoidning xatoligi bo'ldi. Mutoid ashuni birinchi to'g'ri qilish kerak. To'g'ri qilgan taqdirdami inson 100% qilolmaydi-ku. 100% qilolmagan yeriga balki o'zi bilmay qilolmay qolib qolgan yoki unutib qolib qilolmay qolib qolgan yerlariga Alloh taolodan kechirim tilaydi degan gap. Bu kechirim so'rashning usuli bu. Ammo oxir xatoligini qilib, oxirni kechirim so'rasa, u odamniki kechirimni Alloh taolo qabul qilmaydi degan gap. Bu kechirimning babida ayrim bir to'xtalib, mening beshim biroz qaydamoqga ma'lum tushundim. Belki charchadikmi ya? Olimjon tekrar telefon qildi. Kim o? Assalomu alaykum, Olimjon. Men telefon urishning qoidasini deyli. Oldi bilan telefonni o'g'lan bo'lsak, qo'shilishadigan chog'da birga qo'shilishimiz. Birinchidan. Ikkinchidan, to'xtab qo'ying, ammo 1 minut desa, har ikkalan tang to'xtashni bilishimiz kerak. Bo'lmasa telefon qilgan foydasi yo'q. Bo'lamda? Men sizga dedim. Ben sizden sual sordum. Sual sorgan adam cevap verdi. Siz cevap verdiniz. Qanday bo'ldi? Yo'q, men telefonning qoidasini tushuntiryapman sizga. Endi onun gibi cevap veriş gibi neymi gerek o? Yo'q, her ishning bir o'zi tutishga adab bo'lish kerak. Bu men to'naydi, menga telefonimni bog' bo'lish kerak. Telefon qilib bo'ldi, bir ahli ilm boschi bu. Telefon qilib, "Mana manda bo'ldi, shunda xato qilib qo'ydim" ya desa, chiroyli paranglashib o'tirib qilamiz o ishning o'zini. Illaki u yerda o'zi boshqacha bir bo'lib ketishning hech qanday hojati yo'q. Balkim isimiz kelmay ba'zi narsa xato qilishimiz yoki kam deb qo'yishimiz mumkin, inson biz. Ya masalan, men qarindoshlardek chiq o'qimadim. Ammo sizning nimaning peshida ekanliklari, nimani demoqchi bo'lganliklarini men tushunyapman-cha, nima jihatdan, aqlan jihatdan. Va o'tirib qo'yayotgan narsalar menga haliqi qallamda o'tmaydigan darajada yoki hazm qilinmaydigan darajada bir narsa o'tirib qo'yilmadi bu yerda. Lekin men o'qidim deyotgan qarindoshlarning o'tirida bu yerdan deyotganda ikki tog'vat edi. Biri u qadar katta olimlardan o'tib kelolmaydi ular. İkincisi o kadar ince tekshirilgan degan hadisdan vaz kechilmayapti, Qur'onga ishonch qilinmayapti. Asli tiginishi bo'lsa Qur'onga bo'lgan ishonchi kam bu qarindoshlarimizdan. Bu aylantirib kelib, endi hadis inkarchisi deydi-kenda, o da sen Qur'on inkarchisimi degan yoki akkilyapti adam hozir. Hadisni inkar qilsak kafir olmaymiz. Buni butun inson bilib qo'ysa bo'ldi. Alloh taolo nima payg'ambardan 300 yil keyin bir hadis yozildi, ashuni iymon keltiradi degan Qur'onda yo'q. Ashuni ishinib, keyin yozilgan narsaga, haq yozib olgan narsaga siz ishonsanglar musulmon bo'lasiz degan narsam yo'q. Ashuni ishinishniki jinoyat bo'lganligi to'g'ri Qur'oni Karimda oyat bor. Endi uningki manchi yildan keyin yozilishi muhim emas ekan hozir. Sizlar o'tirib yoritayotgan narsa qarasa, Qur'onning sirtidan bo'lsa bu zaten. Bir şey bir gap açanda. Eğer Kur'an'da yer almagan olsa bu mezmun, o zaman onunki din işgalliğine cezim kılmaz lazım ki hazır. Adım. Mutlaka din demeyimiz onu hazır. Kur'an'da yok mu? Onunki Peygamber zamanında yaşayan bir hadis geldi ki Peygamber şunda aşağıdan kıygallıkları,
Başka sahabelerinin köylük güvah oğalık emmiş tamam değil. Ama Kur'an'da bulmagan iken boğa yedi tutturduğun gepken bu hazır. Gel sildavatkan dersin muşu hazır. Ben şundan düşündüm hata olsun tüzesler. Doğru, şu hem de Kur'an'da gerçi bazı işlerin özünü mesela aşı nimetin var, rivayet edildi var. Mesela Peygamber Aleyhisselam bir Xoma hakkında Xoma'nı sahabeler şu Medine'de Xoma'nın ulavası nimelki çeçigini çağlaştırıvasa Xudayım berişini bere o neymiş bunda kımsanın bolattı o diyen mezmunda bir gapni kıp kalatçı. Sizler anlayan boğazlı belki bunu. Unda kımsanın bolattı, bola oğazlı. Resulanın buyruğu dep düşünüp kılmaganmış ya. Şunu kılmagan dekin o Xoma taz yaxşı bämey kalıdı, usullay kalıdı. Ben nimkan dekin ya Resulullah mene mushundaq boldu mesma degan dekin. Ya onu o'zi aşta qo'ygan bo'lsa, burungda qilaveringlar, o men o'zimni bundaq endi o'zimni xiyoli bo'yicha deb qo'ygan degandek bir gapda endi. Bu Allohniki buyrug'i emas degandekchi. Endi Payg'ambar alayhisalom aşta debdiki, an debib oxirini yenib o'tdiki, biz bir qatim deb uni yenib verishimiz kerak deymizmi shu vaqtda? Misol. O bunda narsa bo'lmaydi. Din degan nima? Buni bilish kerak insonlar birinchi. Din degani Qur'oni Karimdagi aqida, ahkam, prinsiplar. Aqida, ahkam, prinsip. Mesela ba'zi ahkam yo'q, prinsip bor. Men boyaqi zakat haqida zakatni majlik bersa degan nima yo'q, hukm yo'q. Buni prinsipi bor. Prinsipi nima desa, ehtiyojga qarata berish. Ehtiyoj o'rinlarini deb qo'ygan Alloh taolo ehtiyojli kishilarni orqaliqchi berdigan odamlarni deb qo'ygan, masalan pul topgan odamni berdi debchi. U yerda prinsip hisob bo'ladi. Masalan siyosatning prinsipi bor. Siyosat nima desa, lakum dinukumni o'tirib qo'ygan Alloh taolo, lakum dinukum valiyadinning o'zini. Hech kimniki diniy e'tiqodiga hujum qilmaslik sharti bilan siyosat qilish. Alloh taoloniki nima siyosatning bobiga kelgancha buni tafsil so'zlaymiz inshaalloh. Bunda prinsiplar bor Qur'oni Karimda. Ba'zi nima yeydigan, ichadigan narsalar haqida hukm bor. Ma halol, ma harom deb maxsus hukmlar bor misol. Aqida sohasida zaten aniq hammadan biladi. İbadet sohasida ashunday hukmlar bor. Bu din degan bu. Ammo uning sirtidagi hadis qismi dinniki tatbiqlanish qismi deb ataymiz buning o'zini. Tatbiqlangan qismi. Mesela payg'ambarlarning qilgan ish harakatlar Qur'oni Karimda zikr qilingan deb aytmanda, u hikoya kitobda zikr qilingan kitob nima emas. Qur'ondagi Musa alayhisalom, Isa alayhisalom, payg'ambar alayhisalomning zamonida bo'lgan ishlarning o'zi Qur'oni Karimga tatbiqlangan qismi. Bu payg'ambarlar Qur'oni Karimni qanday ijro qilgan shu vaqtning o'zida. Qanday vaziyat, qanday ijro qilgan tatbiqlangan qism bo'ladi. Kafirlar, mushriklarning qilgan ish ko'rsa, umi Qur'oni Karim tatbiqlash orqali ularniki keyingi borgan yerine bunu Alloh taolo anda xulos chiqargan bundaq narsalar bor edi. Uning uchun biz nima qilamiz degan vaqtda Qur'oni Karimga biz to'g'ri bir tushuncha nima to'g'ri tushungan vaqtda Qur'oni Karimni u vaqtda o'zimiz qilayotgan ish harakatimizning o'zini Qur'oni Karimga tatbiqlay olamiz. O'zimiz to'g'ri qilayotgan yo xato qilayotganligini bila olamiz. Xato qilgan bo'lsak buning oqibatini bila olamiz. Misol, mushundaq ketilaversam men jahannam kirma deganni bila olamiz, to'g'rimi yoki? Xo'sh. Demek her adam eğer Kur'an'ı doğru düşüne alırsa yüzneki kıvatkan işi, kıvatkan itikadını tatip hem nesinin özünü Kur'an'ı tatbiqlayalaydı ve bardığa yeğenini his kılalaydı diyen gap. Ondaqda bu yerda masalan ba'zan ko'rsatmalar Qur'onda aniq yo'qkan deb turib hammadan o'z oldiga o'tirib chiqalamdi yoki nima qildigan Bunun için Kur'an'ı yeterli halatda bir tercümesi buluş gerek. Hazır bizdeki en özü kısmen yok narsa nima desa Qur'oni Karimniki şu her tarafının özüne yo'rtib berilgan bir to'liq holatdagi bir tercüme yok. Masalan, qilindi tercümening o'zi men 2-3 tercümeni ko'rdim. Ammo shu tercümening o'zi asosan shu tafsirdagi mufassirniki ra'yiga nim qilingan, bo'ysundirilgan. Ba'zilar masalan bayat İbn Kesir'ni gibi qatmamdı. İbn Kesir degan butunlay rivoyatga bo'ysundirilgan bir tafsir o. Qur'onning oyatini rivoyatga bo'ysundirgan tafsir. Bilmamdik biz uni.
Biz aklımız kelsek Kıssas-ül Enbiya degan kitaplar vardı. Aşağıdaki Gavs-ı Asam'ın hikayelerini anlap acayip ne kadar tıkandık. Vücudumuz bir şey silkinip gayvani bir küşünün asarında şunun nimesinde yaşaydık hem de. Keyin çoğulup kutulduk. Cins hayatından tartip hem insan hikayelerden kandak olduğu tartip. Lekin hem de millet ma halkımız tahsilgendek sağlam bir tercüme bilen resmi uçuş bulamıyor. Birkaç tercüme bulanda tercümedeki bazen hata düşünç belirgen kısımları beni uygulattı da sol saldı. Bu kanda gapti o. Mesela namazdan keyin ibadetlerine meşgul olun diye ayet bir ayet vardı. Bir kardeşimiz yollaptı. Namaz ibadet emesmi? Ma tercüme karan dedi. Addiysem de yani. Buna okşaş birkaç misallarını tilamın kemme kaldı. Yani bu şuna okşaş barikinde sizin nimelerden düşündürüşlerde mesela kul kelimesi hakkındaki zatın başka şey anıldı. Kul degen özünün kullan kullardan arasında bazı bir okşaşlık tarafları var. Mesela Adem bilen Adem hem de. İkisi Adem. Birisi hocayım biz kul olup kaldı. Hukuk bulmaganlık yoki setetilganligi yoki başka şekilde tufaylidir. Lekin ana ademilik okşaşta aşta bir farkı var dedi. Ondaqda Allah'ın kulu olandı. O zaman Allah'a okşamlık böyle degan şekildeki tafsiratları oldu. Ondan keyinki bugün ma sualda bir size soraptı Allah'ta. Yani Allah'ınki azabı dep Allah'ın emriga boysunmaganligimiz tufayli azap degan şekilde. Yani Allah'a itaat qilmaganlik tufayli beşimizga bala qaza keldi degan ayet hadislarni şuna düşündürülüp geldi o bizge. Bu vaxtki zatını anlagan bolduq. Aslında zaten yoxdun ba bir işten şaşlap kesse jüp çıkarıp otadigan közgülünmadigan tükürükten ananın qanıga düşürüp o verden o kadar ecir mehnetinden bir adam kılıp yetiştirip dünya keltirip anandaki yana nurgun pəpilep bütün dünyadaki bütün kanuniyetlerinin hemmesini şu bir insan için boysundurup bergendek boysundurup berip o kadar ecir mehnet kılıp anandaki bir Allah'ın nazarında işimi erzimediğin Allah'a hiç kanda tesir göstermediğin bir hatalıklarımız tüpeyde Allah bize azap kılmaydıqanlığını düşündürülgenden keyin mende bir uyg'unish oldu da bu qanday gap bu. Undaq necha vaqt niyag'i biz uyg'ongan tushungan din qanday tushundirildi degan shaklda qayta izdinish oldu. Darvaqa hozir qilmishi ma dastlabki baga ilandimi ko'rsatdik qarindoshlarimizga ma bir qancha bosqich bor deb keyingi ilonlarda uni qayta dedik qaysi bosqich kelganligini har inson o'zi biladi deb. Ama hozir qadar ma programda o'ttir yo'l tutib keldik. Har xil qarshi fikrdagilarni deb. Lekin ma Allohninki so'zi kelgan chog'da men tarafimni yutdim men. Maslagalikqa hozir agar yana bir haqiqatdan bir o'ttir chiqsa agar Qur'onning ustiga chiqadigan haqiqat bo'lsa tamam uni anglab boqalar. Ama barligiga ishonmaydiganligimizda iymonimiz bor hamda. Qur'onni Allah evvelken birden bir pak, saq to'g'ri to'liq bir kitob deb tushunib shunda e'tiqod qildik hozirda. Bizning ma ilgariki bizni mush yo'ldan cheklagan qarindoshlarni o'ttirib qo'ygan narsalar resmiy talash tortiq qilib kelsak, hadisni inkor qilib qolsak, agar hadisninki nozil bo'lish, bizga yetib kelish jarayonlarini inkor qilgan vaqtimizda Qur'onmi shu o'xshash jarayon bilan kelgan. Deb Qur'onga bo'lgan gumonni o'ttirib chiqyapti-da. Yani talaş tartışımızda tazı koğuşlap etkersek bu eyiplayatkan karındaşlarının Allah ve Allah Resulü boğan imanında biz güman kılış nememiz yok o yüzden işe. Ama hata bir düşünüş olatıdaki bir yerde Kur'an'a boğan imanı mükemmel emesken bulanı. Kur'an'lık mükemmel dep karmağallık tüfeyleden Kur'an'da yok neslerine Kur'an'dan sırtından izlep gelip anladınken çaplaydıkken de bununla. Ben muşunu hulasılap ve programın 5'de bir resimini oturup koydum mu bilmem lekin Mişel yani bir kıstırma kılar eğer değilmegen olsa yani bir tekrar olsun. Yani hadis ve Kur'an menbelik veya ki Kur'an menbelik fikirden otursun ki izlenişlerimden ahir hulas kılgan dersem Kur'an bir müstehkem Kur'an davası Allah biz nazil kıldık. Biz koldayımız diyen şekilde
Bununla hadis, icma, qiyas, fiqh deganga o'xshagan nurg'un narsalarni g'ojitam qilib, bir-biriga yo'lashtirib ekilib, anan keyin g'ojitam bilan asl tamning tutashqa yerlardan tepsiga bir chellisimon imorat yasab chiqib, uning ismini islom deb bizga tushuntirib ketdi. Qachon bir Qur'onda yo'qkim mavo deb yog'ochdan biror narsani ilib chiqarib o'taman. Ma Qur'on yo'qkin degan zamonlar ko'dingmi beshingga tushib ketgan ana. Agar man tortibsang, ma tushib ketdi beshingga deb qo'rqoq sapto degan bir rasm ko'z oldimga chiqib, shuning bilan men qanoatimda bu programni boshlagan bo'ldik. Aqli va qarindoshlar tekrar o'ylanib boqay. Men gapni sizdan nima qilib qoldim? Ayb bo'lmaganlar o'zim tuta olamadim. Xo'sh, sizdan kelsin. Men biroz sukut qilay. Bugün o topqa tushgan bir videoni o'tirib qo'yibdi valla. Ashuningda bir arab odam so'zlayapti. Biz Yahud Nasaralarni shunchalik qog'idiq, ular o'zi nim qildi endi. Taraqqi topdi, biz yana asfal sopilni qilib qoldik degandek ish qilib biz qiyinchilikda biz qilib qoldik degan eng oxirgi nimada? Oxirgi tekindik degan ashunday mazmunda gapdi-da. Demak bu yerdagi narsa nima degan vaqtda insonlarni yana musulmonlarni taraqq qilishdan to'sib qolgan narsa bor bu yerda-chi. Burunqi yozmalarimda shu Facebook qo'ygan yozmalarimdan bor bu. İnsanlarni yani musulmon islom dunyosini taraqqiyotni to'sib qo'ygan narsa birdan bir narsa nima desa, shu rivoyat hadislari to'sib qo'ygan. Davomli o insonlarning o'zini payg'ambar alayhisalom zamonida inson bo'lishga tashabbus qildi. Payg'ambar alayhisalom zamonida inson bo'lishga tashabbus qilgandan keyin u odam Qur'on o'qib, Qur'on yodlab o'sib bo'ldi, namoz o'qib o'sib bo'ldi. Hozirgi zamondagi ilm faniga qiziqmaydigan gap. Hozirgi zamondagi ilm fanni o'qimagan odam hozirgi zamonga loyiq odam bo'lamaydi degan gap. Hozirgi zamonga loyiq odam bo'lamagan odam hozirgi zamonda o'zini yotsiraydi. Misol, men nurg'un Istanbulda 1,5 yil turdim. Vatanda minib qolgan nurg'un odamlar bor. O'ziniki hozirgi zamonda yashashga loyiq bo'lmaganlik qarab, shu boshqa bir yerga ketib, shunday yo'qlan narsa sababidan o'lsa, ashuni o'zini orzu qilgan shunday insonlar borchi, buning etimini chiroyli qo'yilgan. Shu bu yerdagi narsa nima desa, Payg'ambar alayhisalom bir ishni qilgan bo'lsa-mu, lekin u ishni hozirgi vaqtda qanday qilamiz? Buni o'ylash kerak. Ya'ni u ishni emas, Payg'ambar alayhisalom ijro qilgan shu buyruqni, Qur'ondagi shu buyruqni Payg'ambar alayhisalom o zamonda qanday ijro qildi? Masalan, ibodat sohasiga emas, ibodat sohasiga o'zgarmaydi endi. Hozir jamiyat sohasidagi ba'zi buyruqlarning o'zini Payg'ambar alayhisalom o zamonda qanday ijro qilgan bo'lsa, undaq emas. Hozirgi zamonda qanday uning o'zini ijro qilish masalasini bilishimiz lozim. Ben ötkende kanun sohasida bir so'zlab qoldim. Mesela Angliyaning qonuni bunun neticesi qonun. Shu birinchi yezgan vaqtda ijro qilgan bir podshoh ijro qilgan bo'lsa, osh podshoh qanday ijro qilgan bo'lsa, hozirning o'zida hozirgi bosh ministr ashtaq ijro qilyapti yoki boshqa ijro qilyapti misol. Buni bilish kerak. Hozirgi bosh ministr hozirgi zamonga loyiq ijro qilyapti. To'g'rimi yoki? Bu zamandaki baş minister o zamanga layık icra qilgan degan gap. Eğer hozirgi baş minister o zamanga layık icra qilma desa, o vaqtda Angliyani bir qancha 100 yil orqaga o'zi yani shu zaman qaytirish kerak. Yoki shu zamandagi holatni shakllantirish kerak bu Angliyada. Bu mumkin bo'lgan ish emas-ku u. Shuning uchun bu yerga narsa nima degan vaqtda Qur'oni Karim bir Türkler evrensel deydi ki bizde zamanı demdik onu. Zamanı bir öze nime bir sistema. O zamanı sistemi degende her zamandaki meseleni şu zamandaki en ilgar usulda hal kıldı diyen gap. Sen onu Peygamber Aleyhisselam zamanı hal kılan şekilde eklememaysa, hozirgi zamanda en ilgar hal kılış şeklinin özünü özel Kur'an-ı Kerim'de tek oturup çıkarsa diyen gap. Sen onu kılamazsan alim emezsen. Kandak alim degen oldu. Kur'an-ı Kerim'de misal Sure Bakara'da bir ayet var. Nima Allah ve hakik alimler biladi Kur'an-ı Kerim'de aşağıda bir ayet var o. Allah'tan hakiki alimler korkudu. Yok. Nima bu ayetlik o'zi?
Allah'tan fakat alimlerle korkudu. Hakiki alimlerle Ya korkudu. umba Bu başka inma yaxshillohi min ibadil nima degan o oyatim bor. Ma yana bir oyatim bor. Bu yerdagi mutashabihat fa ammallazina amanu fi qulubihim zaygun fayattabi'un ma tashabaha minhu ibtigal fitnati ve ibtiga ta'wili ve ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ve rasikhuna fil ilmi. Aş ayet. Aşının özünü otturunu üzüp ve rasikhunun vaitida er-rasikhun mubtada fil ilmi jar majrur mutalliq itibarul haber deb anda tercüme qiladi buning o'zincha. Bu undaq emas. O Kur'an Allah biladi ve rasikhun fil ilmi. Yani haqiqiy o'qigan inson ham biladi degan gap buning o'zida. Eğer onu alimlar bilmese qandaq uning itoat qila oladi? Bilmagan bir narsaga itoat qilib bo'lamdi? Bo'lmaydi. Uning uchun uning o'zida Qur'oni Karimni yaxshi o'qigan insonlar biladi degan gap bu. Pishni qolib faqatla uniki ta'vil qilib uning o'zini pishni terishga ishlatadi. Ammo haqiqiy olimlar uniki ma'nosini bildi degan gap. Yani bizniki aramızda nurg'ulgan yaxshi o'qigan bolalar bor. Ash odamlar misol kallasini butunlay boshqa ideologiyani tashlab qo'yib to'xtab turadi. Zoti bu Qur'on zoti nima deb elhamdülillah başlap varnas kişilik qayta o'qib chiqsa, ko'rib chiqsa bir taldın. Buni tushunilmagan bir kitap emas bu. Shuning uchun bu yerdagi masala nima degan vaqtda Qur'onga ahamiyat bermaslik masalasi. Hozir dunyoda men jiq narsaga shohid bo'lyapmiz hozirgi vaqtda. Boshqa millatniki, musulmon bo'lmagan millatlarniki musulmon bo'lishiga to'sal bo'layotgan masalalar bor bu yerda. To'sal bo'lgan omil nima degan vaqtda birinchi omil musulmonlar. Musulmonlar boshqa millatniki islomni qabul qilishiga to'sal qo'y. Endi musulmonlarning to'g'ri yo'l mangmaslikka to'sal qo'ygan narsalar nima desa? Olimlar. Olimlar Qur'oni Karimni to'g'ri tushuntirmaganligi uchun u to'sal qo'yliqlik. Musulmonlarniki bunda taraqqi qilmaslikka. Qur'oni Karim to'g'ri tushunib, hozirgi zamondagi ilg'or, payg'ambar alayhisolamning zamonasida payg'ambar alayhisolam shu jamiyatdagi eng ilg'or bir jamiyatni qurgan, shundaqmi yoki? Uni nima sabab bo'lgan? Qur'on sabab bo'lgan. Qur'onning yetakchiligida payg'ambar alayhisolam bosh bo'lib, Qur'onning yetakchiligi shundaq jamiyatni qurdi. Shundaq ilg'or bir jamiyatni qurdi. Ham hozir nima ish musulmonlar oxir qilib qoldi? Chunki Qur'ondan ayrilib ketdi bular. Rivoyatga ergashdi ular. Onun için Kur'an ergeçmegandiki Müslümanlar akıl qilib qolishga majbur. Qur'onda nima shuni o'zida fawaydul lillazina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi samanan qalila fawaydul lahum mimma katabat aydihim wa fawaydul lahum mimma yaksibun. Qo'llari yozgan narsaning o'zini Allohning dargohidan, Allohning dini qilib olgan odamlarning borda bir kitobni yozib, Allohning dargohidan nima deydi hozirgi vaqtda rivoyatning o'zini nima deydi uni yezilmay qolgan vahiy. Yezilmay qolgan vahiy varmıştı. Shuna deydi. Shunday gap bo'lamdi endi? Yezilmay qolgan vahiymish. Payg'ambar alayhisolamga ba'zan kelgan vahiy bor deb Kur'an'dan başka vahiyler kelgan dedi hamda. Hikmetde. Kur'an'dan başka yazılmay qolgan vahiymiş. O yazılmay qolganning o'zi payg'ambar alayhisalom o'lib ketgan 250 yildan keyin ki yezishga vaqt chiqqan o'xshaydi. Mandaqmi shu olam dunyoda? Qizil yolg'on bir narsa degan gap. Bu yerda Alloh taolo xulosalab nima deydi? Fawaydul lahum mimma katabat aydihim va fawaydul lahum mimma yaksibun. Yazgan adamlarning holiga voy, uni amalda qilgan odamningmi-chi holiga voy. Bizning hozir holimiz voy bo'vatmayotamiz. Dunyoda hech qanday bir hayvon ko'rmaydigan zulmlarni ko'ryapmiz, to'g'rimi yoki? Mushu zulmga Uyg'ur xalqiniki mushu holat kirishiga mushu yasalma yoki shu o'ydirilgan islomdagi qatkisi bormi yo'qmi? Ben 70% mushu o'ydirilgan islomdagi qatkisi bor deb qarayman men buningga. Eng az olsa. Bo'lmasa Uyg'urlar islomni qabul qilishdan burun davlat imperiya qurgan bir millat. Islomni qabul qilgandan keyin islom ma'qulga bir qo'lga Qur'onni berib, yana bir qo'lga rivoyatni fiqhini berib, mana manuel ma'as Qur'onni
Unda adamın göz düşünemaydı bunu. Manımız oğaylı düşünse de kolu aşk kitap beğendikin bizde andakin şu kitap verilip dekin onun dekin biz müşahadet geldik. Bir adam hem Allah desema onu dinde dok. Onun için biz bu nersini çıkışımız lazım. Kur'an'ın içinde Kur'an'ı asas kılan vakitte aş hurafatının hemmesinin özünü Kur'an çıkardı. Eğer o nerse bombasa Kur'an'da o vakit ne deymiz? O din emas. O nerse. Namazın babı gelgence namazda kançılık nerse din, kançılık nerse din emas. Onu oturup çıkarıp kançılık adam oturup ne kıldı? Karşı çıktı bunu Xudo öz bildi. Roza, nur, bütün ahkamın içinde aralışıp ketken narsalar var. Bir adetten vazgeçmek o kadar asan narsa emas. Peygamber Aleyhisselam hayat turib namazning qiblasidan almashqanlik tufayli nurg'un insonlardagi yurish bo'lib ketganligi borku kechmishda oddiy senda bugun yani 1400 yillik tarixga ega o kadar meşhur bo'ladigan o kadar olimlardan o'tib sen qoldin bu ishenda dedigan nimani anglaymiz endi qo'rqaymiz ba'zan bizmi ba'zan nimaning ichiga kirib qolgandoq deymiz ammo endi ko'zimizni tingib aqlimizni mishonga cho'ritib bunda maqsad buni jinoyat degan shariat shu islom shunda dedi bizga ya'ni islomda qarg'ulash ibodat qilish jinoyat tafakkur qilish ibodat dedi ibodatni qo'yib jinoyatdan keyin nima bo'lsa bo'ladi demdi ya millat misolda mush 1000 yildan birisi mush Saidiya xonligidan keyin deyli oldidagi misol nima qilmasakmi Saidiya xonligidan keyin hozirgachilik mushunda qancha qatim davlat qurish imkoni bo'lsa-mu davlat qura olmay masalan o'zini bir mustaqil bir insondek yashash sharoiti nimaga ega qilolmay mushorat kirishning butun sabablari nada bizniki misol Xitoyniki hech qanday bizniki vatanimizga odam avatamog'day bir holat tushib qolgan chaqda atayin odam avatdi bizni boshqaradigan odam qolmadi boshqaradigan odam avatdi degan odamlar shu diniy sohadagi odamlar shu vangli qo'shilib millat biz nima uchun mushkul qilib qoldik biz bu kunda qutulishimiz kerak deyish kerak qutulish uchun bizni kallamizni chirmab olgan bir qism bundaq o'zi eski narsalarni tashlab o'tish kerak tashlab o'tish uchun uning o'rniga to'g'rining o'zini o'tirib chiqargan odamlar bo'lish kerak bu yerda buni bildigan olimlar bo'lsa masalan sizlardan men yaxshi bilaman desam mushu soatning o'zida zodi o'rnini bo'shliqga qo'yib qo'ymayman unga ya mening ishim og'irda sizlarga mening o'ng'ay ish emas bu haqoratlar bu narsa bu o'ng'ay narsa emas menga ammo bu narsa u qadar aniq delovotida o'tirdi talashilgan ishim yo'q ya odiximning umuchi yo'q qozoni yo'q ya mazar mashayixi yo'q bu yerda ya hokimiyat yo'q hech narsa yo'q undan boshqa o'tirdi faqat delayotgan narsa Qur'on bor mukammal bir narsa bor o'tirdi deyilyotidi ammo uning bilan sen men masalaga qanday javob bersa degan temaga o'tash yo'q ya u yo'q ondan keyin beshidilar shu Allah ve Allah'ın Resulü Kur'an ve hadis diye yerden başlangan bir şiir yol vardı. Boş meselede bugün teminin asli temi mavzusu bu idi. Başkan'a ötep gidiyoruz. Vaktimiz uzarak gelken sene keyinki kardeşlerle hele çok kaladı. Bir kardeşimiz neden verdiği vardı yanıma telefon kıran bolsam deb. Boşandan keyin aslidagi so'ralash tegishli bo'lgan savoldan bir qanchasi var. Shundan keyin yig'ilsa qilamdiki. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yapıyorsunuz oldu ben hemen. Şu abaytın biz hadislerini Peygamber Aleyhisselam tügep kitap 200 yıldan ki 250 yıldan ki yığıldı değil biz de koyamdı. Şu an mayada kaynaşlar şu an buldu 250 yıldan ki yığıldı diyen gibi hem de onu nurgun ağızda geldi müşküller diyen gibi de. Adet bir ona da bir birisiyle okşaş geldi dese onun cedem etken gibi bile birinci okşamaya çıkıyorlar mı normalde? Kardeşim bu hafta muhakeme kıldığım mesele bu kısmında el olmaydı. Özge bu hafta çıralavat kalanın acayip suallam oturup koyana kapılmaydı. Demek çoğunun hem de bazı hadislerinde doğru değil mesela hem doğru kelgen bulsun işte karas kalaylı. İşte evvel aslında hem de sahih hadis diyenler gel mesela
biz butunlay agashmasak bu shu payg'ambarniki shu ayni vaqtdagi qilgan ishlarni masalan hal qilgan metodlarni hozirgi zamonda yumshoq qiladi demoqchilik ilhom yoki butunlay bravo deb u metod zaten Qur'onda bor. Payg'ambar shu metod bo'yicha mangan, u metodga shu o'zining zamonidagi jamiyatni, shu zamonda bo'lgan ishlarni shu metodga sep turib hal qilganda, bu metod Qur'onda bo'lgandaki biz shu metodga o'zi hozirgi zamondagi voqelikni, hozirgi zamondagi ish faoliyatini ashnaqa salsaqlar, ya'ni ish hal bo'lib ketaverdi degan gap. Bu vaqtda o payg'ambarnikiga biraz o'xshamasmi, zaman o'xshamaydi emasmi? Voqelik o'xshamaydi. Unda bo'lgandan keyin o'xshamagan zamonda chiqargan natijaning biraz o'xshamaydigan chiqadi. Degan gap. Yana bu yerda masala nima degan vaqtda hozirgi zamonga loyiq u narsa o'zi nima qilindi, javoblantirildi yoki hal qilindi degan gap. Hozirgi zamonga loyiq qilindi degan gap bu masala. Endi ba'zan amal ibodatlar, aqida tushunchalarning zamon makondan hal qilganlari bor hamda. Bu vaqtdagi gap emas-ku hozir. Mesela la ilahe illallah'ның zaman makanı yok. Mesela. Secde rukunun zaman makanı yok. Kur'an'da o aniq nim qilingan, shu o Xudo ishini ishlagan xos shaklda ishlamaz. Zaten shunda o'ng'ayli insonlarga anglasa, deb o'ng'ay tushunadigan bir narsa. Ammo bu aqida kitoblarda men biladi, bu haqdagi aqida kitoblari-chi. Bu kitob hozir mosh qalinlik qaraslar, bu Qur'ondagi natija chiqdi. Ma ichidagi xatma gezitni xitidagi bo'lgandan keyin Qur'ondagi natija chiqdi degan. Yo'qolgan Qur'onda yo'qan bu. Mosh kitobni o'qib o'qishlik u aqidaning nima ekanligini bilmaydi odam. Astagfirullah. Biz o'qigan hamda o'qib shunday kitoblar hamda bir shuningga bu hamma narsani masalan aqida kelgan chog'da Qur'onda qanday, Xudoga ishonish bobi qanday, payg'ambarga ishonish qanday, kitob ishonish qanday. Qur'on orqali hal qilgan vaqtda hamma narsa kallamizni o'tgan shaklda hal qilindi. Ondan keyin aralashib qolgan narsalar, ashadlar o'zi qilib qoladi degan gap. Şunu işim ağrıvadı degan yerim mening hozir shu Qur'on manbalik din masalasini o'tirg'i chiqargandan keyin yoki tamom ma'qul degandan keyin anandan keyin nurg'un masalalar shu o'tirdi hozir hal qildigan. Bu yana yolg'iz qoladi shirdan insirayman hatto. Bu mendagi. Qolganlar Alloh muvaffaq qilgan nim qilar, davom qilamiz. Bugungi asli temaga munosabatli so'raydigan savollardan bir bor edi shu. Buningdan biraz ketib qoldik. Bu ko'rilman qarindoshlarning savolining nuqtaliq yoritilmaganligidan shikoyat qilyapti. Qarindoshlar, bu tema boshqa temaga o'xshamadi. Chunki bir nimaning ishidan izlanyapti-ku bu ishlar. Bak cho'ng bir masala bor. Bunun ciddiyeti, türlü taraflarını, alakadar taraflarını his qilmaganligimiz tufaylidan aldirab yoki bir nima qilmaydi, baho berib yoki bir to'n pichib qilib ketmaydi. Biz hammaylar yana qarindoshmiz. Men burunmi deb keldim, bizning xalqimiz bu Toy qavmidan yaxshiroq bizning millatchi. Alloh va Allohning rasulining so'zi bo'lsa, unda tosh etib Boran chapqinni qo'ydigan millat emas deb keletdim. Lekin men ma'naviy jihatda atadigan tashlaringlar Toyib qavmida eshib ketgan turdi. Biroq aql ishitildi, Payg'ambar alayhisolamning axloqiga varis qilaman desanglar agar. Bu yerda bir qarindishimiz mushu oyatni yo'llab, hozir 157-oyatgan sura Arafningki. Payg'ambar alayhisolamningki maqsad bo'yab qo'ydim aynan. Ularda deydi, halol va haromni, makruh, mubahlarni bekitish haqqi bo'lgan degan bir iddiani o'tirib qo'ydi. O'sha oyatdan kichikkin yani so'z uzib ilib, shu fikrni yoritibdi. Bundan nima javoblar bor? Aslida bu halol harom masalasi kelgan vaqtda desak to'g'ri yaxshi ketdi-ku buni. Endi mushuni hozir Payg'ambar alayhisolamningki shu payg'ambarga berilgan o'zi nima huquq nima degan vaqtida ya ayyuhan nabiyyu balligh ma unzila ilayk fa illam taf'al fa ma ballagta risalati.
Vallahu yasimukum minen nas degan oyat var. Bu nimani bildirdi desa, payg'ambarning vazifasini bildirdi. Ey payg'ambar, sen sana tushirilgan narsani insonlarga yetkiz deydi-da. Payg'ambarning vazifasi nima degan vaqtda tushgan vahiyni insonlarga yetkizish. Uni ergashganlarga qanday qiladi? Ergashganlarga fabashshirhum bi mag'firatina. Qur'onda oyat bor. Xush Karim bilan ergashganlarga yaxshi bishorat xabar berish, ergashmaganlargacha uning oqibatidan ayet azap bir o'zi bo'lganligi haqida bishorat berish bilan payg'ambar alayhisalom shu vazifani berganda, buningdan boshqa payg'ambar alayhisalomga yoki Qur'oni Karimni bayon qilish yoki bo'lmaydi Qur'oni Karimni o'z oldiga o'zi bir tushunish, undaq bir huquqni bermagan. Nima ish qilgan vaqtida sura Hudning 5 o'z kerak. Elif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat millatun hakimin xabir degan Allah ta'budu illallah degan o'z oyat var aşağıda. Bu nima degan vaqtda bu Qur'oni Karim hukmni ifodalaydigan, Qur'oni Karimdagi oyatni hukmni ifodalaydi dedi. Bu hamma bilguchi Allah Taala tarafdan tushirilgan bir kitob deydi. Bu bugun ma'vo boshqa bir mavzu boshqa mayadalqi şu oyatni o'zini akilishimiz kerak edi asli o'sha yerga. Disle men şu oyatni chiqaray. Nechinchi sura, qanchinchi oyat? Sura Hudning 5-dan 1-oyat o'z kerak. Hudning o'zi qanchinchi oyat? Shuni Sura Hud. Ha, tamam 11-sura ekan. Nechinchi oyat? 5'i, birinchisi. Mana Elif lam ra. Tamam. Elif lam ra kitabun uhkimat ma'lum yaxshi oldu. Kitabun uhkimat ayatu sümme fussilat millatun hakimin xabir deganning o'zi kitabun uhkimat ayatu degan bu kitobning oyatlari hukm ifodalaydi deydi-da. Ya'ni hukm ifodalaydigan oyatlari hukm ifodalaydigan bir kitob. Sümme fussilat millatun hakimin xabir deganning o'zi bu kitob, ya'ni bu kitobning oyatlari hakimin xabar, hammani bilguchi, hikmatini ish qiluvchi zot tarafidan tafsil bayon qilingan. Men uni mundaq tushirib qo'ydim, ham qog'inning o'zini sen tafsil bayon qilat deb payg'ambar alayhisalom tafsil bayon qilishning o'zini-chi bergan emas degan gap. Mush gapga qarta ba'zan qarindoshlarimiz dediki, unda sen nima ishga tafsili tushundirman deb o'tirsa deb mo'yda gapni qildi. Men faqat bu Qur'onning o'zini tarjima qilib qo'yatyapman. Meniki uni o'zi Qur'onga boshqa narsani akib turib tushuntirish vazifam yo'q meniki. Mana oxirgi oyatni akaslamdi. Allah ta'budu illallahmiki? Ikkinchisida. Shundan Endi Alloh taolo o'zi o'ngchi boshqa bu oyatning o'zini o'zi tushuntirishni vazifaning ustiga erishdiki maqsad nima degan vaqtda Allah ta'budu illallah deydi. Allohning boshqasiga ibodat qilib itoat qilib qolmaslik uchun insonlar. Endi men Qur'ondagi bir oyatni o'zim o'ngchi boshqa tushuncha berib, uning boshqa bir tushunchasi bor, uning to'g'ri kelmaydigan holatda men tushuncha bergan taqdirda, bu men tushuncham Qur'oni Karimning sirtidagi bir tushuncha bo'lib qolsa, u vaqtda u tushunchaga amal qilib qolgan insonlar nimaga amal qilgan bo'ldi? Sizga. Meniki gapimga amal qilgan bo'ldi. U meni gapimga amal qilish bilan birga menga e'tiqod qilib, menga ibodat qilib qoldi, shunaqmi yoki? Nazullah. Allah Taala aşlığını saklaş için bunu men tefsili bayan kıldım deyiklik. Onun için Kur'an-ı Kerim'de bir ayetinin özünü şunda düşenmesek, o vaxtda aşın düşendirdiğin Kur'an'da başka ayetler var. Şu ayet ekip durup, andakin onu düşengen vaxtda o Kur'an-ı Kerim'deki şu mezmun mükemmel halette düşenceye egi kıldı deyen gap. Ben sonra Fatiha'nınki Gayril mağdubi aleyhim veleddallin degan oyatning o'zini tarjima qilgan vaqtida boshqa oyatlarning mazmunini aniq qo'shib tarjima qilib bo'lg'achqa Olimjon deyotgan gap shu. Sen u yerdagi narsaning o'zini aynan tarjima qilmadan aytdi. Bu yerda gayril mağdubi bir odatli bir odamning kallasiga ta'sir qildi masalan. Xudo sen inom qilgan odamlarniki yo'liga solg'in. G'azab uchirgan va g'azab uchirgan va ozg'an odamlarni yo'liga solmagan degan so'zni nimani bildirdi desa, Alloh taolo ba'zida g'azab uchirgan ozg'anlarning yo'liga solgan yerim bormi?
degan bir savol paydo qildi edi. Şu o yerda Qur'onning boshqa yerlarida nima deydi desa, Alloh taolo hech bir zaman insonni xato yo'lga yetaklamaydi degan oyatlar bor. Bu oyatlarning ikkisini birlashtirgan vaqtida u Qur'ondagi nima Allohning kitobiga, Alloh ko'rsatgan yo'lga ergashgan odam nima qilmaydi? G'azab kuchirmaydi. Nima g'azab kuchirmaydi odamlar? Chunki ozmaydi odam degan gap. Alloh ko'rsatgan yo'l bo'yicha, Qur'oni Karim ko'rsatgan yo'l bo'yicha malg'a odamcha ozmaydi, g'azab kuchirmaydi. G'azab uçurmasının sebebi azmaydı. Azmagan adam nima to'g'ri yo'lda mangan bo'ladimi? To'g'ri yo'lda mangan adam Allohning in'omiga erishadi degan gap edi. Anamta alayhim deganda. Bu gapning hammasi bunda to'g'ri chiqish kerak o'yadiki narsa. O Qur'ondagi boshqa oyatlarda buni ikkisini nemisini halqi o'ziga mujmal bo'lgan yerni bunda hal qilish kerak. Hal qilmay turib sen uni halqi men mazmun deb qo'ygandan keyin sen mazmundan to'g'ri demidi. Müşterilerin mezmun itibarı bilen şu Allah hidayet kılmagan kişinin hiç kim hidayet kılamaydı, azdırgan kişi hidayet kılgan kişinin hiç kim azdıramaydı, azdırgan kişinin hiç kim hidayet kılamaydı diyen bir nimine ilgili sürdü. Onda da Allah hidayet kılmak kimine edepla taşıtılgan insanlar meydan kildi, kiliş itilganlık olurdu. Muşunda gitti, uçak diyen onun başka neslerini koydu, başka bir şekilde şer'i verdi onunla. Senin rayın yokken şunu da tuttu diyen şekilde ayda cevap verdi. Bu olqa Xudo azdıgan kişini hidayet kılalaygan adam yok degan sözün özü Allah'ın kudretiga berib taqilgan narsa. Shu 5-den başlap o'qisa açtaqcha. Allah bir adam azdırsa şu kudretli zat olgandik onu azdıgan adamni Allah azdıgan adamni kim to'g'rilaydi? Kudret yok bunda. Demek bu yerki narsa nima degan vaqtda Allah hech kimni azdırmaydi, hech kimni hidayet qilmaydi degan gap bo'ldi. Bevosita. Fakat Allah'ın hidayet kılışı bu Kur'an belirli oldu. Allah bevosita insonning menisiga kirib unda azdirish va hidayet kılışı yok degan gap bu. Allah xolisi hidayet qildi, xolis azdirdi degan oyatlar emasmi? Ashning o'zim nima desa, xolisa degan so'zni tushunish kerak bo'ladi. Xolisa degani agar Alloh azdirman desa, inson azdira oladigan qudrat bor. To'g'ri yo'lga yetaklayman desa, yetaklaydigan qudrat bor degan gap. Ammo-chi Allohning ishi emas o degan gap. Agar Allohning ishi bo'lsa, payg'ambar nima ish qildi edi? Payg'ambarni akirishga hech qanday hojat yo'q-ki. Bu kallasiga bitta narsani qilib qo'ysa, o inson to'g'ri yo'lga mangadi degan gap bu. Shu. Valloh hech narsa emas o. Shu jiq narsalar masalan, hozirga qadar nurg'un mujohid qarindoshlarimiz cenni ba'di Alloh bilan hisobati to'g'ri chiqadi inshaalloh. Chunki Alloh ozg'ish emas. Xato hisobga qolmaydi. Ammo bütün shu jalb qilarliq temalarning ichida cho'qsiz ishlatadigan oyatdan bilsa, nima? Fikirden bilse biz Allah'ın dinini üstün kılımız, Allah'ın dininin kovdukuşlarımız diyen sözüden ayacan salırmış kardeşler. Ben bu iki sözünü yıllardan beri şu çoğun ölümanının ağzından anlap, şunda okşayımız da özümüzde başka sanıdık. Ama bir düşmanın kolundan bir vatanımızdan azat kılanmadık da kakşaya jürüp ahire ağaç sınırlarımız mı kaldı bir şey? Neuzubillah. Bu kadar eri kilometre bu işler hazır. Sebebi nima desa özümüzün çağlayamağı tutamamış işki ayetten hazır bir tefsir kıslar bir anlaydı. Bir işki ayetten bir yeşimini besle. Asıl doğrusu nima? Kandıtlar şu nima? Mesela ilahi kelimetullah degende mi o? Hoş. Allah'ın kelimini üstün kılmakçı olan bu bütünle yalan. Bu bütünle yalan gap bu. İlahi kelimetullah degen söz Kur'an-ı Kerim'de yok. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ınki kelimesini yani Allah'ın dinini yuqori ko'tirish uchun inson berganlik haqida hech qanaqa oyat yo'q. Ammo u yerlik oyat nima desa, kelimatulloh yel ulya. Qur'ondagi oyat bu. Allohning kelimasi, Allohning dinini ko'rsatdi bu. U nima? Ulya. Eng oliydir dedi Alloh taolo. Ham Alloh taolo o'zining shunday oliy kelimasining o'zini, oliy kitobining o'zini bizga berishining sababi nima degan vaqtda bizni oliy qilish. Bizni âli qilish. Biz uni âli qilmaymiz. O Qur'on zat Allohning kitobi azaldan âli o. Endi biz o Qur'on orqali o'zimizni âli qilamiz. Masalan, qanday âli qilamiz? Qur'oni Karimda yolg'on so'zlama deydi. Qur'oni Karimni buyruq amal qilsak, yolg'on so'zlamaymiz.
Birisi böhtan çapılmaydı, böhtan çapılmayımız. Doğru sözler deydi, haqni sözler deydi, haqni sözleyimiz. Hoş. Zina qılma deydi, zina qılmaymiz. Araq içme deydi, içmeyimiz. Yani özümüzni adamdek adam qılımız, Kur'an arqılıq. Hoş. O vaqtda qanday olimiz biz? Mesela men shu yolg'on gap qilmasam, böhtan çapılmasam, etrafımdaki adamga yaxshilik qilsam, mesela, va'damga vafo qilsam, birisini haqqini yemisam, zina qilmasam, araq içmasam, hech bir odamga ozor qilmasdan uning yaxshilik yetkazsam, o vaqt insonlar men nima deydi shu vaqtda? Yaxshi insonga deydi. Yaxshi odam deydi. Yaxshi odam deydi. Meni yaxshi qilgan narsa nima shu vaqtda? Qur'on ko'rsatadi. Qur'on. O Peygamber Aleyhisselam'ın maqtab bu yerda Peygamber Aleyhisselam'da kichikni tortib anda qilmoqmi, unda emas. Peygamber Aleyhisselam'ni aşınca ola bir ahlaklı insan qilgan narsa nima? Bütün peygamberlarni. Shunda ahlaklı bir insan holatiga kelgan narsa nima desa, Allohning shu peygamberlarga bergan kitobi. O peygamberlar shu kitobga amal qilgandan keyin o'zi yuksak bir inson holatiga kelgan. Yani Allah Taala bizga bitta shutini beraylik, shuta. O bir tal, aşının içindeki bir tal, aşı Allah'ın buyrug'ini icra qilsak, şutning bir baldiqqa dastigan bo'lamiz. İkisini icra qilsak, ikkinchi baldiqqa chiqqan bo'lamiz. O şutiga chiqish orqali biz o'zimizni yuksak chiqamiz. Qur'on bizni ashlab yuksaltirdi degan gap. Ammo hech bir zaman Qur'on tarixdan buyon bir tövallab qilib, insonga o ehtiyoj qilib, inson uni o'z yuqori pallik ko'tarishga ehtiyoji bor. Bundaq bir kitob emas u. Kur'an insanda yükseltiriş için gelgen kitap o. Muşum addi bir düşünce ben muşum. Biz yıllap aşının kendi mantık, kanımızı, cinimizni verdik, ballarımızdan, altınlarımızdan ayrıldık. Vatanımızdan terk ettik, tağlarda yattık, ağzı kadar yetibatımız. Ama bütün tebliğlerimizden muşu söz ağzı kadar bize esir kılıp atıdı. Yani kelimetullahi hiyel ula. Allah'ın kelimini üstüne kılışım yat biz. Deydi. Ama hazır sizlerin düşündürüsünden anlapaklık aziz kardeşler nime davatıdır anladın mı? Yani Allah'ın kelime, Allah'ın sözü, Kur'an'ı, İslam'ı çıp kalıdığın, ösep kalıdığın, tohtap kalıdığın bana nersimiz zaten mukaddes nerse. Sen onun özünü yukarı kıl dedi. Bizge manda İslam lazım değil biz. Bunun için bu programı başladık. Bu hem meselede bak körülü batıdı. Biz neç vakti okugan derslermiş o. Biz anlayatkan tebliğin işi barmı şu? Kallımızdan işletmeyatımız, aklımızdan işletmeyatımız. Bizge mukaddes, aşağıda körünüp gidip şunda sındırılıp gidip de sual soruşun bilmeyatımız. Yani birisi Allah'ın dininin kovduğu uçlarımız degen söz. Ben bu yapını bir sildiğini anlaydı. Bu yap doğru mu? Ne? Biz Allah'ın dininin kovduğu uçlarımız, dininin kovduğu uçlarımız dediğin söz. Hiç kim Allah'ın dinini kovdayamaydı. Allah'ın dinine emel kılış arkalık yüzünü kovdaydı insan. Bunu biliş gerek. Biz her bir Kur'an'daki buyruk emel kılgan vaxtda özümüzü kovdayımız. Özümüzü kovdaş için öz Kur'an-ı Kerim bizim nim kıldı. Onun için Kur'an nim deydi ise ve entumul a'leune in kuntum mu'minin deydi. Siz Ali Kur'an-ı Kerim tövbe kaldı. Ani siz kötürüp alsanız biraz kötürüp koysanız diyen Xudanın buyruğu yok ha? Siz aşılık işensenler ne bolasızlar? Ali ola alayısız deydi. Biz işelgendeki Kur'an-ı Kerim'de işin akısı ne var? Amenu ve amilu salihat var şimdi mi yani? Yaxşı amel oldu. Onu biz işelgendeki o işencimizni ameliyatı yaxşı ölen ameliyatga aylandırgandaki yıllar biz özümüzni yükseltirimiz degan gap. Kur'an o'qil deydi, jaholatni to'sidi, axloqsizlikni to'sidi, misol, kambag'alchilikni to'sidi, misol, inson degani Qur'onni nurga yedi bor. Shu nim qilish, tirishish haqida. İnsanlar tirishish haqida nurg'ulgan oyatlar bor misol. Tirishishning o'zi har sohada, hatto iqtisod sohasida tirishish. Bugun tungi ko'rdimmi? Shu to'pilda ashlaq narsalar eqib yurdi. Birisiniki uydan beminch pul chiqibdi-ki mana. Shu biz istig'forni to'la aytib, bunday qilishimiz kerak, qanday manda deb. U odamni istig'for aytmaganini sen nereden bilsan misol? Bir odam degani halaldan qanchalik pul topsa, shuncha yaxshi. Halal tepish kerak, ammo qancha jiq pul topsa, shuncha yaxshi.
Sen pulun bolsa, o vaqtda bir yaxshi ish qila olaysan degan gap. Ama pul tapma deb haram yo'lini hammasini izlashning hojati yo'q. Sen onu qilsang jinoyatchi bo'lasan. Ama Xudo ko'rsatgan to'g'ri yo'l bo'yicha sen pulni qancha jiq topsang, shu jiq odamga yordam qila olaysan. Hozirgi vatanning ishlari puli bo'lgan gap. Demak, shuning hammasini hal qilishniki choralari sen to'g'ri yo'l bilan to'g'ri pul tepishing kerak. Yaxshi pul tepishing, jiq pul tepishing kerak zodi. Pul topmagan odam hech bir zaman to'smasligimiz lozim. Ama o'g'illik qilib emas, bulonchilik qilib emas. Yani shunaqa vaqtda biz o'zimizni oliy qila olamiz. Bu halqa istig'for aytib olish va kaza emas. Istig'for bayatimiz degan o'xshash. Istig'forning o'zini bir ishni qilib, shu kuchimiz yetmagan yerga yoki olmaydi, xato qilib qo'ygan yerlarimiz bu qilish mumkin degan yerning o'ziga istig'for aytamiz. Bundaq narsa bor. Bugün aslida Peygamber Aleyhisselam'ın yani Kur'an ve hadisini tang elip minish şekilde yani İslam namıdan, Kur'an namıdan Peygamber Aleyhisselam'a artık berip etken kallamızda, yanımızda, düşüncemizde bizge din şekilde sındırılgan burunqi fikirlerge asasen Kur'an'da kelgan ayetlerini burmulab tushuntirilganligiga bir nazar salgan edi, ammo oxiri chiqib olamayapmiz qarindoshlar, chunki so'z uzrab ketyapti. Vaqtimiz yana bek uzrab ketdi. Hozir misolan 2,5 soat bo'lib ketdi. Bugun boshqa mazmunlar, chunki aslidagi oyat qarab chiqadigan bo'lsak 10 necha oyat edi bular. Biz hozir 3 qardik, qag'ini bor. Yani devam qilamiz desak bu uzraydi. Buni sizlar menimcha shu mushkil oyatlarning hammasi yig'ib bir tam uvuslar, o'shalar yig'ilib to'xtatilib, agar keng kunlar yana qoyilmaganlik qilib qolsa, yana savol javob shaklida tamomlashga tirishamiz. Bugungi mazmun e'tibori bilan Payg'ambar alayhisalom haqida xato tushunayotgan oyatlar haqida umum biz jug'lab bir xulosa chiqarib bergan bo'lsak bo'ldi. Bu yerda endi sil degandek yomonjiq oyatni keltiribdi. Shu oyatning nemasi Allohning payg'ambariga itoat qilish haqida va ulul amri minkum bakashada aralığında shu ishning egasi bo'lgan odamlarga itoat qilish haqida shu oyatni nima qilibdi. Ham bu yerda payg'ambarga itoat qilish degan nima degan vaqtda payg'ambarga itoat qilishni va Qur'onning o'zidan ochiq turdi rasul deydi. Atiulloh va atiur rasul deydi. Allohga itoat qilinglar va mush payg'ambarga itoat qilinglar degan gap hamdi. Mush payg'ambarga itoat qilinglar, ar-rasuldek eliplam ahdi xorij deymiz biz nahviniki qoidasi bo'yicha. Ya'ni shu sizlar aralashib yurgan ash payg'ambar degan ma'noni bildirdi shu vaqtdagi. O payg'ambar o'lib ketgandan keyin ulul amri minkum arangdan chiqqan shu ishni biladigan, shu ishni etmagan odamga itoat qiling degan bo'ldi. Endi payg'ambar nimaga itoat qilgan? Payg'ambar o'zining xohishi bo'yicha menyotamdi degan vaqtning o'zida biz bu oyatning bir oyatini nim qandim men. Hozirgi o'qigan oyat. قل لا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. Bunun içinde إن أتبع إلا ما يوحى إلي. Muş ayet. Yani ben fakatla bana vahiy kılınan nesli erişimi deydi Peygamber Aleyhisselam. Aşında de diyen gepemdi. Vahiy kılan neslini başkası Peygamber Allah vahiy kılan nesli erişip şunu icra kıvatkan bolsa o erişken Peygamber erişken adam şu vaxtda nimge erişken boldu ki Allah'ınki buyruğunu icra kıvatkan adam erişik arkalık Allah'ınki buyruk icra erişken boldu ki. Şundak mı ya ki? Evet. Allah'ın buyruk erişinin özü nimge erişken boldu ki? Atiullah'a. Allah'a itaat kılıq boldu ki. Şundak mı? Hoş. Bu şundak düşünüş gerek bunun özüne. Yani bunun məqsəd neymi degan vaqtda, jığıb aytqan vaqtda insanlar bu Qur'onga erişish kerak degan gap. Qur'onga ergashsanglar, sizlar Allohga ergashgan bo'lasizlar. Nim Qur'onga itoat qilsanglar, Allohga itoat qilgan bo'lasizlar degan gap endi.
Yani peygamber ölüp ketkendan keyin degan vaqtda bayaq men degan o'xshash, peygamber ölüp ketkendan keyin peygamber ijro qilgan bu kitobning o'zini ijro qilgan insonlarga agish. Yani shu vaqtning o'zida o'tgangi darsim degan peygamber esa vafot bo'lgandan keyin shu vaqt sahoba kimga ergashgan degan vaqtda Abu Bakr xalifa bo'ldi, uningga ergashdi. U o'lib ketgandan keyin Umar xalifa bo'ldi, uningga ergashdi. Uningdan keyin Osmon, uningdan keyin Ali ergashdi. Demakki nima desa, şu işin beşiğe girip şu işini icra kılıp yani Allah'ın kanununu icra kılıp gitiyotgan insanlarga ergeçken şekil aş şu emdi. Aşına okşaş Allah'ın kitabını icra kılıbatkan insanlarga ergeçiş diyen gep emdi. İşine ergeçiş diyeninin özü. Şu vakit kim ergeçken boldu kendisi Allah'a ergeçken boldu diyen boldu. Yani Allah'a itaatli, peygambere itaatli diyeninin özüne bu şunda düşünüş lazım. Çalkağa yeri oldu mu ya? Bu ne adı ben düşündüm yani. Düşünüş oldu benim için. Yani aklı işletken kardeşler için malum bir ipucu verdi. Bunu bugünkü bir timimden kılmayımız zaten. Çünkü çıkıp bulamayımız ayıldı. Muhim meselenin adresinde ötep ketler. Aslında elçi ekkergen nesik iştahat kılış bizden aslı kıldığı işimiz kinemdi. Çünkü elçi almış idi. Ama keltirilgen nese şüphe tekildi. Yani Allah elçini evetken Allah bu menge ayet emdi. Hem de adı şu aldığımız tokmak bulup çıkılgan nesleri nimesi Kur'an'da nime kılınmagan yer almagan ama emel ibadet dep oturga biz hazır kadar devre kıldırıp kelgen emel ibadetlerimiz bizden yoğan taşlarımız yani bunu kanday kılmayız degan sual bilen keynimizge yenip ketimiz yani bu gap hata eken dep emel ibadet tarafga tatip ketimiz özümüzden. Bunu yaşadık zamanımızdan beri. Yani aklı var qarindaşlarga keyinki programlarımızda bunun to'g'risidagi zatlarga diqqat berishini so'raymiz. Bugun mana şu Peygamber Aleyhisselam alaqadar Kur'an'da keltirilgan oyatlarninki xato tushunchasiga bir izoh şekilde program bo'lganligini e'lon qilgan bo'lsakmi, o'z vaqtidagi kishilarga o'xshash chopinni boshlariga yo'g'i bo'ladi. Peygamber Aleyhisselamning to'yidan neri ketadi yoki o'zini cho'mki bo'ladi degan o'xshash o'zini qochirish shubhasini qo'llanibdi, embargo qilibdi. Buninglar nimaga erishdi, nimadan ziyon tortdi u odam o'zi biladi. Chaqirgan mazmun Qur'onga chaqirildi aziz qarindoshlar. Biz 4 yildan beri mashu sizlar bilan nahmadan ekranda ko'rishgan bo'lsak, ekranda eng ko'p ko'rgan qarindoshlar men bo'lsam, men o'zimni chiqarish maqsadim yo'qligini hozir mishadi dey. Agar mush programda mening yerimni oldigan bir qarindoshimiz bo'lsa, men orqa sapda nima qilib beray, xizmatkor bo'lib beray. Bütün texnik iş men başka qarindoshlarimiz var qilib berdi. Men o'rnini bo'shatib beraman mana. Vallahi bugundan itibaren men chiqmayman. Agar mening yerimni bir oldigan bir qarindoshimiz bo'lsa, fidoilik qilgan, pul yo'q, pul berolmaymiz, haq berolmaymiz qarindoshlar. Agar mushunday qarindoshlar bo'lsa, chiqaringlar. Anangdan tug'dirib aytgansanlarmaydi, cho'ng qilib olamiz. Chiqaringlar qarindoshlar, biz xizmatida bo'lamiz. Bu programda mağdursun. Baş program mağduruzman desimi yani merhaba. Biz bunu bu programçılık qilgandan beri deb kelyapmiz. Ba'zan qarindoshlarga chiqimni ishga qilmasliklari uchun, japa tortmasliklari uchun programmalarni o'zinglarning logosi bilan bütün texnik destekleme orqadan qilib beray. Sizlarning nominglarni e'lon qilinsin. Mening o'rtada sizlarga yordam qilganimni bilmasam, hatto uning shikoyatim yo'q. Xalsanlı bunda qıpırey, xalsanlı bunda qıpırey degan şekilde bütün yardımga işkim oçup koyup geldik. Şunda buluşuğa bakmay, hakkımızda közün jimop bazen hata nimelerden, tahmin gumallar bilen hakkımızda söz kılganlar özgü zulüm qilib qoladi qarindoshlar. Yani gebim gap, sözüm söz, Kerim Ustazmı guvoh bo'lsin, maşu ekranda ko'rayotgan, bundakin ko'rayotganlarni guvoh bo'lsin. Agar Pidayla ekranda muşu sert adaşların onu men çıkay dediğin kardeşlerimizden biz bolsanlar aziz kardeşler vallahi ikinci kıtım köme İslamine. Ben muşuna söz vereyim. Programımızın keyinki kısımlarda inşallah
Her bir mesele nispeten zaten Kur'an'daki İslam kandak edi. Allah'ın buyrukları bizge kelgen İslamның asli ruhi qatarlıq hamma sahalarda to'xtalishga tirishimiz. Men mana programma qilgandan beri o'ttirda turib keldik, ammo bu qatim o'ttirda turishdan quvvatim yetmedi. Chunki men taslim bo'ldim. Qur'onga taslim bo'ldim. Ben gapni qilsam ezib ketadi emas, qardoshlar. Hayajondan tutib qolayotgan o'xshaydi. Ustaz, Allah razı olsun. Keyingi programmalarning yana milletimizin ihtiyacı qarab turib, inşallah davom qiladi. G'ayb muddatgacha Allah muyassar qilgan muddatgacha inşallah davom qilamiz. Sizlar deb o'tib ketdilar. Yani Kur'an mənbəlik İslamның nimesini yortuş üçün menden yaxşıraq bilsənglər, kəlsənglər, mən mi toxtayım dedi. İşkilələrinin bugün müşahede ultimatum kararı bu. Ahırda bir cümle sözünü qıvatayım mən. Merhamet. Şu bütün məqsəd neyim oldusa, Kur'an'ı icra qılan adamga emas, yani Kur'an'ı icra qılan adamga esilmay, qanunni icra qılan adamga esilmay, qanunga əməl qilish. Kur'an'daki bütün məqsəd şu. Yani Peygamberge itaat kılışın məqsədi mi Kur'an'dan ibaret kanuna itaat kılış. Şunun özünü düşünüp alsak oldu. Yani Avrupa'da yaşayatımız, Avrupa'nın özünde bir şəxsiga boysunmaydı hiç kim. Kanuna boysundu. Şəxsiga boysundu, aşağıda kanun icra qıladı, onun için ona boysunatımız deyimiz misal. Bunu kişi kallımızı silkisek bilip alımız o. Oldu. Yaptı. Boptu maqul. Kiler seyşembe günü görüşürüz. Aman boğayla. Muhterem qarindoshlar, bugünkü program bu kadar bo'ldi, xayrangli bo'lgandek. Yana qaynasak, yana qaynaymiz. Ammo sizlar bilan birga qaynaymiz qarindoshlar. Agar men yolg'iz yuradigan bo'lsak, yoki boshqa bir to'p qarindoshlarimiz birga yuradigan bo'lsak, bu ekranga chiqib vaqtimizni buning bilan o'tkazmagan bo'lardik. Biz boshqa yerlarda chiqishni bilardik. Lekin o'ziga yaxshi ko'rganni qarindoshiga yaxshi ko'rish iymonning jumlasidan deb to'nigan bir ong e'tiqoddiki bir qarindoshingiz bilan sutimiz bilan o'zimiz topganni sizlar bilan birga o'rtoqlashib keldik 4 yildan beri. 4 yildan oshdi 2017ning oxiri boshlagan bo'lsak. Bu yo'llarda nurg'un davollarni ochdik, musofirlarni orqamizda qoldirib keldik. Bir kun inshaalloh agar talab bo'lib qolsa deb o'ttirgan, lekin talabmi bo'landi, o'chog'imi qilib bo'lamadik. Inshaalloh fursatimiz bo'lganda yaqin fursatda sizlardan ekranda fidoyilar ekranga aloqador adın tartibi yig'icha savollaringizga javob bersak bo'ladi. Ayrım bir program qilib. Bu bugünkü programma her seyşembe günü Avrupa vaqti 8:20'da başlanmatıdı. Türkiye vaqti hozirgi saat bo'yicha 10:20'da. Kiler seyşembe günü görüşüsünden Cenab-ı Allah tavşirli. Bugün tıqtınlar sunğan mazmun qonunni icra qilg'ushiga mı yoki qonunga mı degan misoli Allah'ın Resulü aytgan narsa Allah'ın qonuni mi yo kitobi mi yoki Allah'ın Resulü boshqa bir narsani aytib keldimi degan narsaga aql og'dirishni tashabbus qilgan bo'ldi ustoz. Savollar bilan inkaslar bilan emlendi bo'lgan qarindoshlar Allah razı olsun deydi. Köymegen qarindoshlarga yo'llab beringlar qarindoshlar. Dinimizdagi aqidat uchun, xalqimizning zalolatdan qutulish uchun. Aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.